Assalomu alaykum barchaga YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun kanalimizda birinchi marta yangi format, ya'ni podkast formatida video qilyapmiz, xudo xohlasa. Va o'zbekistonlik vatandoshimiz o'sha Germaniyaga Ausbildung bo'yicha viza olgan ekan. Bugun shu vatandoshimiz, ya'ni ismlari Og'abek bilan suhbat bo'ladi. O'zi Og'abek oldinlari shu guruhga yozib, savollar yozib, maslahatlar olib turardi va oxirgi xabarida juda ham yaxshi bir yangilik aytib qoldi. Aka, men Ausbildung topdim, topshirdim, suhbat qildik, shartnoma oldim, vizani ham oldim deb, o'sha vizani ham qo'liga olgandan keyin yozib qoldi. Juda ham xursand bo'ldim to'g'risi va buni eshitishim bilan darrov keling bir suhbat qilaylik dedim. Nimaga? Chunki hozir mana endi meni kuzatayotgan auditoriya asosan Germaniyaga ishga, Ausbildungga kelishga qiziqib yuribdi va ko'pchilikda allaqachon umumiy tushuncha bor Germaniya haqida, deylik Ausbildung yoki ishlash haqida va ko'pchilikda hali yo'q. Shularga umumiy tushuncha bo'lishi uchun bu Germaniyaga kelish, Ausbildung qilish, umuman bular qanaqa jarayonlar bor, qanaqa qiyinchiligi bor, mana suhbatlar qanday o'tgan, hammasi haqida Xudo xolasa bugun Og'abekdan so'rab bilib olamiz. Real hayotda, ya'ni o'shani yashab o'tgan odam. Endi Og'abek hozir O'zbekistonda, men Germaniyadan, o'shaning uchun ham suhbatimiz onlayn bo'lyapti. Videoni sifatida, ovozning sifatida ozgina muammo bo'lsa uzr so'rayman. Endi qo'ldan kelgancha Xudo xolasa sifatli qilib yozishga harakat qilyapmiz. Bizda hozir zapis hamma narsa ketyapti. Men allaqachon savollar yozib qo'yganman Og'abek uchun. Bundan tashqari o'sha suhbat davomida ham qiziqarli joylari kelganda yana savollar paydo bo'lsa qo'shimcha savollar berib suhbat qilib ketaveramiz. Og'abek, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Rahmat taklif uchun alohida. Arzimaydi, salomat bo'ling. Sizga ham rahmat taklifimizni qabul qilganingiz uchun. Darrov vaqt ajratib alohida mana suhbatni boshlaymiz. Xudo xolasa endi suhbatni bir alohida ajratilgan vaqti yo'q. Qancha davom etsa shuncha ketaveramiz. Bo'lmasa sekin Xudo xolasa suhbatimizni tanishtiruvdan boshlasak. O'zi kimsiz, yoshingiz nechida, qayerdansiz, bir qisqacha o'zingiz haqingizda aytib bersangiz. Ism sharifim Absattorov Og'abek, 19 yoshdaman. Samarqand, O'zbekiston Respublikasi, Samarqand viloyati, Samarqand shahrida tug'ilganman. Shu nemis tiliga ixtisoslashtirilgan maktabda tahsil olganman va til ko'nikmalarim shu nemis tili maktabdan desam ham bo'ladi. Именно maktabimni hissasi ko'proq. Demak siz maktabingiz aynan nemis tiliga ixtisoslashgan. Men o'zi bir eshitdim, adashmasam O'zbekistonda 4 ta 5 ta shunaqa maktab bor. Ha, bor. Yaxshi, zo'r. Bu maktabda siz endi asosan shu 11-sinfgacha o'qigansiz. Shu 11 yillik ta'limni to'liq bitirdim va shu maktabda o'quv davomida 3 ta sertifikatni qo'lga kiritdim. A1, A2 va B1. B2 sertifikatini 2 ta punktidan afsuski o'ta olmadim. 5 ma'lumotnomasini qo'lga kiritganman. Yaxshi, hozir yana ham ishlashdaman, davom etyapman. Darajam ustida, ko'nikmalar ustida, muloqotda. O'zi aynan shu narsani ham alohida so'ramoqchi edim, til masalasini. Demak, siz endi bu sertifikat masalasi, bu sertifikat borligi yaxshi, lekin baribir siz endi yoshlikdan o'sha nemis maktabida o'qiganingiz uchun tilingiz yaxshi demak. O'tirib, masalan, nemislar bilan bemalol suhbatlasha olasiz. Muloqot darajasida. Muloqot darajasida. Buni tushuntira olib. Aziz tomoshabinlar, mana shu joyga e'tibor beringlar. Ya'ni mana bizda til deganda asosan sertifikat mavzusi bor va tilni aynan bilish degan narsa bor-da. Ya'ni ko'pchilik B1 olsam bo'ldimi yo B1 sertifikat olsam bo'ldimi deydi. Buni bo'lgani yaxshi sertifikatni, lekin tilni ham albatta bilish kerak. Ya'ni o'tirib muloqot darajasida suhbatdoshni tushunib va yana unga siz javob qaytarishingiz ham, gapira olishingiz ham muhim rol o'ynaydi. Germaniyaga kelaman degan odamda. Og'abek, endi bu yaxshi, nemis tili darajangiz, nemis maktabda o'qiganingiz. Germaniyaga kelish fikri qayerdan paydo bo'ldi o'zi? Germaniyaga kelish fikri to'g'risi shu nemis tiliga
ixtisoslashtirilgan maktabga shu endi qadam qo'ygan vaqtimda bo'lgan albatta. O'sha bitiruv kechalarida ko'z o'ngimizda o'sha diplomini qo'lga kiritib grant yutgan maktabimizda o'quvchilarni ko'rib albatta qiziqish uyg'ongan va o'sha vaqtidayoq o'sha niyat maqsad qilish boshlangan, qaysi dasturlar bo'yicha o'qishga topshirish va shu so'nggi yillarda bitirish arafamda ham shuni harakatida bo'ldim. Demak, sizlarni endi maktabinglarda o'sha atrof muhit faqat shu Germaniya temasi. Shunday ketadiganlar ko'p, hamma shunga qiziqib. Maktabingizdan demak Germaniyaga ketadiganlar ko'pmi deylik, universitetga boshqa? Asosan Studium Ausbildung juda ham ko'p, chunki grantlarni maktabdan turib topshirishadi, arizalar kiritishda universitetlarga sertifikatlar imtihoni to'liq o'sha hamkorlik yuzasidan Germaniya tomonidan qoplab berilgan va barcha dasturlarga ariza kiritishga asosan Duales Studium Ausbildungga o'sha arizalar kiritishda o'qituvchilar yordam beradi hamda yordam beradigan qo'shimcha mutaxassislar ham bor maktabda. Zo'r, ajoyib. O'zi men har doim aytaman, atrof muhit juda ham katta rol o'ynaydi odamni bir yetishib kelishida. Qolganlarga ham maslahat bergan bo'lardim. Mana agar deylik o'sha Germaniyaga kelishga qiziqyapsizmi, o'zi umuman yoki biron sohaga qiziqyapsizmi, atrofingizni mana xuddi o'sha siz kabi o'ylaydigan, siz kabi mavzuda, ya'ni Germaniya mavzusida gaplashadigan bilan o'ranglar. Og'abekni misolida endi mayli, maktabi zo'r bo'lgan, nemis tili maktab bo'lgani uchun mana omadi kelgan, shu yerda har doim ijtimoiy bo'lgan. Sizda bunaqa imkoniyat yo'q bo'lsa, hech bundan nolishga hojat yo'q. Shunchaki mana internet orqali ham yon atrofingizni Germaniya mavzusi bilan o'rab tashlasangiz bo'ladi. YouTube'da, Instagramda, Telegramda faqat shu mavzuga aloqador narsa, kanallar, videolar, ma'lumotlar bilan o'rasangiz, borgan sari ko'proq ma'lumot bilasiz, o'zingizga o'xshaganlarni uchratasiz, birgalikda harakat qilasiz. Bu zo'r. Og'abekda endi bu maktab orqali bu narsa bo'pti. O'zi sizdan oldin, mana hozir bu orada kelgan savol deylik, bo'ladi-ku, sizdan katta sinflarda o'qiganlar, bilmadim, mahallangizda, qo'shningizdan boshqada ketgan tanishlaringiz bormi yo balki qarindoshlarda bordir, Germaniyaga qanaqadir dasturlar uchun o'qish uchun farqi yo'q. Qarindoshlar o'rtasida aytadigan bo'lsam, qarindoshlardan faqatgina biz, ya'ni men va ukam nemis tili maktabida tahsil olganmiz. Shahar maktabida tahsil olganmiz. Ketganlardan asosan shu o'zimni mendan bir pog'ona yuqori sinfdagi do'stlarim, tanishlarim, shu akalar ketgan asosan. O'zim ko'rib bilib, gaplashib, suhbatini olgan yaqin do'stlarim ketishgan. Demak, tanishlaringiz ko'p Germaniyada. Ko'p, Xudoga shukr. Zo'r, Xudo xolasa mana siz ham shularning orasiga qo'shilasiz. Qarindoshlarning orasida ham birinchi Germaniyani zabt etgan Bahodirga aylanasiz, Xudo xolasa. Zo'r. Demak, o'sha maktabda o'qib yurganda, mana tanishlar orasida kimdir universitetga ketyapti, kimdir yana qaysi dastur bo'yicha. Siz nimaga aynan Ausbildungni tanladingiz yoki qayerdan bu fikr keldi? Deylik, ko'p-ku yo'llar endi Germaniyaga kelish, mana FSO nimaga aynan Ausbildung? Nimaga aynan Ausbildung? Ausbildungda mustaqil bo'lib karyera qurish pog'onasi ancha yuqori imkoniyatlari. To'g'ri, Studium ham juda yaxshi tanlov. Studium tanlashda ham ancha ikkilanish bo'lgan. Keyin yaxshilab o'ylab qaraganimdan keyin ham oylik stipendiya ajratishi, ham praktika, ham o'qish juda ham o'zimga yoqib tushgan. Bu degani to'liq a'lo baholarga bitirgandan keyin o'sha Ausbildung o'qish davomida faoliyatni keyinchalik ishga kirib, butun Germaniya bo'ylab o'zini sohasida o'ziga mos va yuqori maoshli ish topsa bo'ladi deb kelajakni Ausbildungda ko'rdim deb o'ylayman. Chunki yoshligimdan o'zim shu mustaqil bo'lib, shu nimaga ehtiyojlarimni o'zim qoplashga harakat qilar edim va bu dastur qaysidir ma'noda aynan men uchunligini bilganman boshidayoq. Zo'r, ajoyib. Shu joyida, ya'ni podkastning o'rtasida deylik, foydali ma'lumot. Mana Ausbildung ham bu kasb o'rganish, hunar o'rganish va bu yerda o'sha o'qishning yonida qo'shimcha ishlaysiz firmada va sizga oylik pul beriladi. Boyagi blokshot masalasi bor. Mana universitetga o'qishga kelsangiz, blokshot qo'yishga to'g'ri keladi. Ausbildungda bu shart emas. O'shani ham ko'pchilik so'raydi, Ausbildungda ham blokshot qo'yiladimi deb. Yo'q. Chunki Ausbildungda mana o'sha ishdan deylik stipendiya yoki oylik ko'rinishda pul olingani uchun
blokshot qo'yish shart bo'lmaydi. Zo'r. Bu endi deylik siz maktab bitirganingizga o'sha suhbatimizda aytib o'tdingiz, o'tgan yili bitirgansiz. Shunday 2025-yil 25-may kuni. 25-yilda bitirgansiz. Bu Ausbildung haqida qachondan siz izlanishni boshladingiz? Ya'ni mana shunchaki tirs ertalab turib bo'ldi, men Ausbildung qilaman demagansiz-ku, to'g'rimi? Izlangansiz, o'rgangansiz, shu qachondan bu jarayon boshlangan va nimalardan shu ma'lumotlarni oldingiz? Ausbildung haqida qayerdan o'rgandingiz? Shu haqida bir keng qilib aytib bersangiz, bu o'ylayman podkastimizning eng o'zak nuqtasi, muhim nuqtasi. Ko'pchilik bu narsani bilmaydi-da. Qayerdan ma'lumot izlay, nimani o'rganay o'zi, qanday bo'ladi bu jarayon, shu haqida bir aytib bersangiz. To'liq qilib, bemalol aytib bering, cho'zilib ketishini ham muammosi yo'q. 10-sinfda bitirish arafasida mendan bir pog'ona yuqori sinfdagi bir do'stim Ausbildung bo'yicha hujjatlarini to'g'irlab yurgan edi. O'sha vaqtda to'liq ma'lumotga ega emasdim bu dastur haqida. Keyinchalik yaxshilab surishtirib, o'zi bilan suhbatlashgandan keyin o'sha Kaufman sohasi bo'yicha Ausbildungga ketayotganini aytdi va unda eng hayratlanarlisi to'liq B1 emasdi. Unda bitta Hören qismi, eshitish qismidan, o'sha imtihonni Hören taylidan balli past chiqqan ekan, lekin o'sha o'qituvchilarning yordamida, o'sha arizalarga yordam beruvchi mutaxassislar yordamida u suhbatga taklif olibdi. Keyin suhbatdan muvaffaqiyatli o'tgan, muloqot darajasi. Keyinchalik o'zi bilan chuqurroq gaplashganimdan keyin shunaqa imkoniyatlari haqida, to'lov oylik maoshi, stipendiyasi, xullas batafsil men bilan suhbatlashgan. Keyin 10-sinfda oxirida o'zi bildimki, Ausbildung qilish niyat borligini. Keyin 11-sinfda ham shu B2 ga chuqurroq o'qidim va shu adashmasam 11-sinfda shu dekabr oylarida bitta o'sha o'zim biladigan maktabimizdagi eng kuchli domlaga bir 4 oy davomida borganman B2 ga. Keyin o'sha ustozim qanaqa yo'l yo'riqlari, nima qilish kerakligi, qayerdan topsa bo'ladi, mustaqil qilsa bo'ladimi o'zi yoki konsaltingga ehtiyoj kerakmi? Chunki domlam ham ancha-muncha narsalarni bilardi bu borada. O'zlari yuborgan ikkita shogirdlari hozir Germaniyadagi mashhur blogerlardan biri. Keyin o'sha domlam o'qituvchimning kim u bloger shogirdi? Mirzohid Boboqulov bilan yana bitta Nuriddin aka bor-ku, Germany Life. Ana shular domlamda o'qishgan. Mirzohid akani suhbatlashganini o'zim ko'rganman va o'zim bilgan eng kuchli domlalardan biri, domlamning kelishida sababchi katta deb videolarni ham qo'yganlar adashmasam YouTube kanallariga. Da Mirzohiddan Samarqand, zemlaki siz. Samarqandlik. Qoyil, ajoyib. Aytavering Darish. Keyin shu ustoz aytdilarki, mana shu meni kursimda shu 3-4 oydan ziyod ta'lim olgan o'quvchilarimga o'zim yordam beraman, qo'ldan kelgancha, albatta to'lovlarsiz deganlaridan keyin ancha biroz yengilroq qaradim. Bo'ldi, endi ustozim o'zlari jo'natib beradi. Mana sertifikatni oldim-ku, menga boshqa yuklamalar tushmaydi yelkamga deb o'yladim. Yashab bersam bo'ldi endi. Yashab bersam bo'ldi, menga tayyor chaynab beradi ustozim, men yutaman deb o'yladim, lekin o'sha vaqtda biroz yengilroq qarabman, chunki guruh o'rtasida Weiterbildung va Ausbildung bo'yicha ustoz arizalar yuboradigan kandidatlar soni ko'p edi, o'quvchilari. 4 ta Ausbildung, 6 ta Weiterbildung edi. Keyin ustozni o'zlari hamkorlikda ishlaydigan firmalariga har bitta kandidatni arizalarini yuborishdi va oraliqda bir oy o'tdi, bir oydan ziyod o'tyapti. U javob kelmadi o'sha konsalting ustoz bilan hamkorlik qilgan firmadan va keyinchalik shu joylar soni cheklanganligi va to'lib qolganligi haqida xabar keldi. Lekin Weiterbildung bo'yicha o'sha kurs guruhdoshimizlardan bir 2-3 nafari ketdi adashmasam. Endi bunda ham domlamni aybi bor deb o'ylamayman, chunki o'zim iminna bitta variantga tayanib qolganim va bitta ustozni o'ziga yuklamani to'liq tashlaganim xatoyim bo'lgan. Albatta hamisha zaxira reja bo'lishi kerak qanaqa holatda ham. Va mana shunda ozgina mendan xatolik o'tgan deb o'ylayman. Keyin mana
maktabni bitirib oldim. Bitirib olgandan keyin o'qishga topshirmadim. O'zbekistondagi universitetlarga ko'pchilik aytdi, Inyazga topshirsang bo'ladi, byudjetga kirasan, bemalol nima qilasan, hozir hammani og'zida gap bo'lib o'qishga kira olmasang, u bu degan gaplar chalindi. Keyin keyin shu yana qayta biroz tushkunlik bo'lib qoldi. Ketolmagandan keyin o'zi ustoz kech bo'ldi endi dedi. Keyingi qabulga ochiladi kvotalar deb aytdilar keyingi yil uchun. Bu endi may, iyun oylarida bo'lyapti-da, где-то. Ha, shu may, iyun oylari. Keyin shu endi nima bo'lsa bo'lar dedim. Endi uydagilarning hali xabari yo'q. Uydagilarni ham biroz asabiylashdi, chunki ular ham ishonishgan edi. Endi ustozimga qattiq ishonib qolishgan ular ham, chunki jo'natadi baribir, shuncha qo'lida qancha shogirdlari ketgan Germaniyaga deb nima qiluvdilar. Endi o'tgan narsa o'tdi ketdi. Keyin avgustlarning oxirida au pair qilish rejasi paydo bo'lib qoldi. O'sha bosim ostida, ya'ni tezroq ketsin Germaniyaga deyishgan. Nima farqi yo'q, nima bilan bo'lsa, Germaniyada paydo bo'lib qolsa bo'ladi. Ana shunday. Shu o'zi bu jarayondagi eng qiyin nuqta, uzr gapingizni bo'ldim, menimcha o'sha ota-onalarning fikri yoki jamiyatning bosimi bo'lsa kerak. Bu yoqda siz o'zi shuncha muammoingiz bor, ketish kerak, hujjat qilaman desiz, yana atrofda sen qachon ketasan, hali ketmadingmi, yursam degan bosim juda yomonda o'zi. Bu qiyin. Keyin endi o'tib ketgan 1-2 oylar o'zimda ham xato o'tgan, yengil qaraganman, aytganimdek, biroz mas'uliyat his qilmaganman. Endi maktabni bitirganman. Hali unchalik mana bu odamning ichida bir uyg'onib keladigan bir olov, bir o'ti bo'lmagan deydi-ku, shashti. Shunaqa bo'lganda xullas. Men xuddi meni bir tankam bor, ishonchli bo'ldi, meni otib boradi Germaniyaga uchib boraman deganman-da xullas. O'sha ishonch yomonda o'zi. Ana shu hamma narsani beliga tepdi. Keyin 2 oylar adashmasam Avpayr qidirishga tushdim. Unda ham obdon o'zim mustaqil agenturalarga, saytlarga yozdim. Endi Ausbildung vaqtincha pauza qilib turganman. Endi nima bo'lsa bo'lsin deb. Maqsad shu bo'lgan, Avpayrga 6 oy, 7 oy shu Gastmamani roziligida uni bitirib, tilimni yanada o'stirib, o'sha til kursiga qo'shimcha mablag' ajratgandan keyin Avpayrni tugatishimga bir 4 oylar, 3 oylar qolganida Ausbildungga o'tishni niyat qilganman. Shunda ham rejam bor edi. Keyinchalik Ausbildungga o'zgartiraman deb. Oila chiqdi agenturadan. Suhbatlar yaxshi o'tdi, farzandlari bilan gaplashtirdi, ancha ma'qul keldi. 2 oylarda chiqdi agenturani o'zidan. Siz demak, oper qidirayotganda bironta Germaniyadagi agenturaga ariza qoldirgansiz. Bu 95-yildan beri bor ekan, o'zini ancha yillik agentство Familieservice.com degan. Juda ko'plab shtatlarda filiallari bor. U faqatgina Avpayr emas, juft topib berish, enagalar, qariyalarga qarovchi, parvarish xodimi, hamma servislar bo'yicha ishlaydi. Shuning ichida Avpayr ham bor. Ularni siz qayerdan topdingiz? ChatGPT shu sun'iy intellekt qanday qilib ishonchli topsa bo'ladi, agenturalarni yo pullik agenturalar, davlat agenturalari bordir topib beradigan deb, mana shu yordamda topganman. ChatGPT topib bergan buni. Shu agenturani u sizga maslahat bergan. Mana shu agentura bilan ikkita saytni maslahat bergan edi. Akalar, ukalar, shu joyda bir ozgina alohida gapirib o'tib ketaman. Qaranglar, men har doim aytadigan mana izlanish kerak deganimni mana yaqqol isboti. Germaniyada rostdan shunaqa agentliklar bor. Mana Og'abek aytganidek, o'sha nyanyalar, enagalar topib beradi yoki mana operlar topib berishadi, boshqa qilishadi. Lekin o'shalarni topish uchun tirik guvohni ko'rib turibsiz, har joydan izlangan, internetga kirgan, u yoqqa o'tgan, bu yoqqa o'tgan, o'sha agentsiyani topgan, ariza qoldirgan. Ular endi tushuntiradi o'zi bunaqa paytda. Biron maqsad bilan yo'lga chiqishda mana shunaqa bo'ladi, yo'l bosib o'tish, izlanish. Zo'r, ajoyib bo'lgan ekan. Men to'g'risi operga uni ko'rganingiz juda ham qiziq tuyuldi. Oila chiqqaniku endi вообще. Chunki o'g'il bolalarga odatda qiyin oila topilishi, juda qiyin, haqiqatan ham. To'lovini qilgandim, Avpayr.com saytiga ham premium obunasini sotib olib, ko'p oilalarga yozdim. O'qishada javob berishmaydi. Bilamanki, talab qizlarga yuqori. Facebook ko'pincha faqatgina qizlarning e'loni bilan to'laydi. 2 oy kutdim shu agenturadan ham oila chiqishini.
va baxtimga chiqib qoldi. Oila bilan gaplashdim, yaxshi oila, farzandlari o'smir o'g'il bolalar ekan. Endi o'g'il au pair qidirgan, endi u akalik qiladi deb shunaqa ma'noda. Shunday o'zi o'g'il farzandi borlar odatda yigitlarni olmasa, qolgan hamma qizlar qidiradi, to'g'ri. Keyin gaplashdik, farzandlari ham qabul qildi va ma'qullayotgan qismida bo'ldi, kelasanmi endi bizni oilamizga hujjatlarni to'g'rilashtirib boshlasak degan joyda au pair u oilaga o'sha agentura ikkinchi nomzodni ham tavsiya qilib yuborgan, sayt avtomatik. Mana shu joyda bizni omad xayrlashgan asta-sekin. Chunki yoshim kichkina edi, yoshim hali 18 da edi. To'liq 19 ga kirmagan edim. Albatta, mavjud qiyofamdan biroz kattaroq ko'ringanim bilan endi yosh hali, faqat til darajam faqat nemis tilini o'zi edi, ozmoz rus tili. U kandidatni mendan afzal jihati u ingliz tilini ham B2 darajada bilar ekan. Keyin uni yoshi 21 da edi. 21 yoshli bola yigit qayerda-yu, 18 yoshli endi yosh yigitcha qayerda. Ishonchli tomoni, Zuverlässigkeit ularda endi nemislarda kuchli-ku. Shunday. Shunday qilib chiroyli qog'ozga o'rab rad javobi berib yubordi. Omad tilayman, yana oila chiqadi. Siqilma deb nasib emas ekan, xullas to'g'ri aytdingiz. Endi bu deb mana shu joyida ko'pchilik o'zi hech qanaqa harakat qilmasdan, hech qanaqa sababini qilmasdan turib, xudo bermasa foydasi yo'q, xudo berish kerak deb yotib oladi-da. Akalar, ukalar, shu joyga e'tibor beringlar, mana hayot shunday qurilgan. Siz sababini qilasiz, mehnatni qilasiz, harakatini qilasiz. Hamma siz tomoningizdan qilishi bo'lgan hamma narsani qilishingiz shart. Albatta keyin Xudodan so'raysiz. Ana keyin Xudoni berish bermasligi bu sizni ana endi nasiba bo'ladi. Ana shu. Ko'pchilik nima qiladi? Osongina hech narsa qilmasdan turib, nasiba emas ekan deb turib, hamma mas'uliyatni Allohning bo'yniga yuklab yuboradi. Aslida yo'q. Hamma sabablar qilinadi, hamma harakatlarini qilasiz. Mana kartoshka kerak sizga, kartoshkani ekasiz, sug'orasiz, yomon o'tini olasiz, tagini yumshatasizda. Ana keyin hosilni berish bermaslik, ana keyin Xudoning bo'ynida bo'ladi. Bu yerda ham endi mana gap yo'q. Urinib ko'rgan, agentlarni qidirgan, ChatGPTdan izlangan, hujjatlarni topshirgan, suhbatdan o'tibdi boyaga oila bilan, ko'ndiribdi o'sha suhbat bilan oilani. Davay, men Paddechkada o'zim borib sizlarni oilanglarni degan. Oxiri nasib emas mana. Afsuski nasib emas, lekin Xudo undan ham yaxshirini mana Xudo xolasa Ausbildungni tayyorlab qo'ygan Og'abekka. Endi bu sabrni sinash bo'lganmi o'sha vaqtida? Keyin tushunib yetganman bu nasib emasligini, albatta uchun emasligini. Lekin afsuslanmayman, qo'limdan kelganicha harakat qildim. Qilmagandan ko'ra qilmay turib afsuslanish juda yomon-da, odamni ichidan yemirib yuboradi. Hech bo'lmasa urinib ko'rmagani alam qilmaydi-da. Misol nasibasi endi bormi yo'qmi uni o'zi ham bilmaydi. Muhimi urinib ko'rdi. Shuni albatta, bu juda ham muhim. Urinib ko'rmasdan yiqilib ketgandan ko'ra urinib ko'rib yiqilgan albatta afzal. Zo'r, demak, operlikni ham ancha-muncha tajribasini olgan ekansiz. Hujjat qilish bormi, o'sha suhbat qilish bormi? Boya endi siz Ausbildungga qiziqib qolish, qanday qiziqib qolganingiz, qanaqa bunga ana qilganingiz haqida aytib ketdingiz. Bitta tanish bola hali bir-biri to'liq bo'lmasdan Ausbildungga suhbat oldi deysiz. U ketdimi keyin o'sha bola? U ketdi, adashmasam shu Gamburgda bo'lishi kerak. Demak, o'sha tili bilan, o'sha to'liq bo'lmagan B1 bilan keta oldi. Qarang, mana bunday bo'lgan. Bizning maktab endi hamkorlikda-ku, mana bu CFA degan o'zini Germaniyadagi shunaqa til dasturi bor. O'sha katta tashkilot. O'sha tashkilotdan ikkita vakansiya chiqqan bizga Kaufman yo'nalishi bo'yicha ikkita nomzod kerak Ausbildung qilish bo'yicha. 3 ta maktabga bergan bu e'lonni. 3 ta ixtisoslashgan maktabga, Toshkentga bergan, Farg'onaga ham bergan va Samarqanddagi bizning maktabga ham bergan. Toshkent, Farg'onadan hech kim Ausbildung qilmoqchi bo'lmagan. Kerak emas, bizda o'quvchilar yo'q degan. Samarqandda keyin o'sha ikkita bolani topib berishgan o'qituvchilar. Endi o'sha vaqtda men yoshim hali 16 damidi. Agar 18 da bo'lsa o'qituvchilar meni har shartda yozib yuborishardi. Keyin bitta rus bola bilan o'sha bolani suhbatiga olib berishga, mana shu bolalar tili ravon, imtihondan o'tgan, muvaffaqiyatli, Hören qismi biroz past sinab ko'rasizmi deb suhbatdan o'tgan, lekin omadi kelgan ketdi. Ular allaqachon ketdi. Adashmasam 3-yil ketyapti Ausbildungni. Qoyil. Da shu joyi qiziqtirganda boya yozib qo'ydim, shunga so'radim va
o'sha B1ni sertifikatini to'liq topshira olmay, lekin yana kamiga bu Kaufmanlikda. Kaufman. Bu yerda endi Chakana savdo. Einzelhandel. asosan mijozlar bilan ishlanadi va til muhimda. Balki endi ular o'sha juda ham til kerak bo'lmaydigan joyga, ofisda o'tiradigan joyga bo'lgan, nima bo'lsa ham uddalashdi, qoyil. Bu joyi zo'r. Endi o'sha o'qituvchingiz, sizni deylik til o'rgangan o'qituvchingiz Ausbildung haqida umumiy ma'lumot bergan, yo'l yo'riqni ko'rsatgan. Bundan boshqa ham izlandingizmi? Qayerdandir ma'lumotlar olib, o'zi nima bu Ausbildung, nima qilaman o'zi, qanday bo'ladi? Batafsil o'rganib chiqqanman. Shu asosan YouTube'dagi videolardan ketgan kandidatlarni har bittasini intervyusini ko'rib chiqqanman. O'zlarini qisqa lavhali videolarini ham to'liq ko'rib chiqqanman. O'sha blogerlarni ham keyin yanada izlanib o'rganib, o'zini internetdagi saytlaridan, Bundesagenturdagi ma'lumotlardan batafsil o'rganib, ya'ni sun'iy intellekt bilan yanada fikrlarimni bo'lishib, o'zimni vaziyatimni to'liq tushuntirib, endi hozir bilasiz, sun'iy intellekt ham qisman onga yaqinlashib qolgan, odamdek fikrlaydi Albatta. maksimal darajada. Eng asosiysi u kerakli hamma ma'lumotlarni bera oladi. Bera Shunisi oladi. zo'r. Kutib o'tirmaysiz, o'zi saytdan shunday sug'urib beradi, keraklisini Wikipedia bo'ladimi, boshqami, mana o'qi deydi, tayyor deydi. Shunisi zo'r. Shunday. Bizni kuzatayotgan tomoshabinlar, endi nimaga men bu savolni aylanib kelib beryapman, mana bir aylantirib 3 xil ko'rinishda berdim, qayerdan o'rganding, nima bo'ldi, nima qanday ma'lumot olinding, chunki bu narsa juda ham muhim. Ko'pchilik Germaniyaga qiziqayotgan, Ausbildungga qiziqayotganlar shunchaki mana oddiy internetga kirib, hozirgi mana ChatGPTlar chiqib ketgan sun'iy intellekt. Oldinlar bu ham bo'lmagan, mana shuncha imkoniyat bo'lib turib, izlanmaydi, qidirmaydi, qidirish kerak. YouTube'da ham, Google'da ham, nima deydi, mana bu har xil saytlarda ham ma'lumot to'lib yotibdi. Mana qadamma-qadam Og'abek o'sha narsani har xil manbalardan ma'lumotni yig'ib, demak, Ausbildungga topshirishni boshlaganda uje kallasida hamma ma'lumot bo'lgan. Ausbildung nima, qancha pul topsa bo'ladi, qanday o'qiladi, qanday topshirish kerak, qancha davom etadi, masalan, qachon boshlanadi o'zi, qachon hujjat topshirish kerak, hamma ma'lumotlar miyada yig'ilib, oxirida mana shunaqa mana mevasini beradi. Zo'r. Baribir bu hech qanaqa konsaltingsiz, hech kim yordamisiz o'zingiz bu narsani qilganingiz o'zi juda ham katta narsa. Ajoyib. Endi mana qayerdan hamma narsa kelganini yig'ib bitta joyga olib keldik. Ausbildungga qiziqibsiz, ma'lumotlar yig'ibsiz. Soha qanday bo'ldi endi? Qanday soha tanladingiz? Nimaga shu sohani tanladingiz? Soha o'zi hamma narsa endi moliyaviy tomonlama kelib chiqadi, qiziqish. Misol, dastlab oyiga 1000 yevrodan baland berar ekan, bu bizni summada 14-15 million so'm, bu katta summa, nahotki stipendiyani o'zi shunday bo'lsa deb, shundan boshlangan hammasi. Mashhur sohalarni qidirib ko'rganman. Dastlab IT bo'lgan. ITda haqiqatan uncha tushuncham bo'lmasdi. Faqatgina shu ofis dasturlari, byuro dasturlarini bilardim, yaxshi bilardim. Yaxshilab o'rgandim. Keyin IT bo'yicha ketish rostdan ham qiyin ekan, chunki O'zbekistondan turib IT bo'yicha ketganlarni topa olmadim YouTube'dan. Endi bo'lsa ham ular keyinchalik o'zgartirgan ekan. Misol, o'zi aslida boshqa sohadan keta turib, keyin ikkita sohalarga ikkilanib qoldim, qaysi birini tanlasam deb. Hotel Fachman bor edi, Hotel Fachman, ombor logistikasi va mana shu injenerlik, mexatronika sohasi. Mexatronika. Shu joyda qisqacha info aytgancha, menimcha buni aytmadim. Og'abek Germaniyaga mexatroniklik, umumiy mana bu katta mashinalarga dedingiz? Shunday, Nutzfahrzeuge. Nutzfahrzeuge deydi, o'sha spes texnikalarga xizmat ko'rsatish bo'yicha Ausbildungga joy olgan va ketyapti. Shu joyni aytmadimiz. Aytavering dalash. Keyin arizalar kiritish qismi eng muhim jarayon bo'lgan, chunki hali hech nimani bilmasdim. Chuqurlashtirib, Ausbildung uchun qanday tayyorlanishi, muqovahati, ya'ni Anschreiben, tarjimai hol, Lebenslauf, shuni tubdan umuman noldan o'rganishga ham bir haftalab vaqt ketgan, chunki noto'g'ri ariza kiritsa javob kelmasligini juda yaxshi bilar edim.
rad bo'lishini. Chunki guruhlarda yaxshilab o'qirdim. Misol kimlardir 300 ta, 200 ta, 600 ta bordim, javob bo'lmadi, keyin konsaltingga o'tib ketdim deydi. O'zi hafsala ham yo'qolgan, motivatsiya ham, lekin konsaltingga pul yo'q. 1700 kim beradi uncha summani dedimda, keyin nima bo'lsa bo'ldi deb shu keyin o'zimni obdan tirishib o'rgandim. Xudoga shukr. Shu sun'iy o'rganganman, qanday qilishni, nimalardan qilish kerakligini. Konsalting ham sherigim ham, do'stim ham shu Gemini bo'lganman, bu sun'iy AI. Gemini. Keyin juda katta yordam, o'sha motivatsiya, disiplina, misol qattiq gapirib turishga, misol uchun bunaqa yerga urishlar, qanaqadir shunaqa insoniy tomonlama qancha nima qilar ayamasdi-da, chunki insonning ichida misol endi biroz uzr chetlashib ketdim. Motivatsiya degan narsa yolg'onchi narsa. Buni endi o'zimga ham ko'p bora ta'kidlayman vaqti-vaqtida. Insonni endi yigit kishini yelkasiga mas'uliyat tushmasa, yuk tushmasa, harakati davomiy bo'lmaydi. Albatta mas'uliyat kerak, alam kerak, o'sha aniq bir ko'zlangan qattiq maqsad va metin intizom, iroda kerak. Keyin saytlarni qidirishni boshladim. O'zi Gemini bilan aloqada qaysi saytlar eng ofitsialniy saytlar, mahalliy saytlar va global saytlarni o'zim tartiblab chiqdim ro'yxatini. Keyin dastlab global saytlardan, ya'ni butun dunyo bo'ylab e'lonlar beradigan saytlarni qidirdim. Arbeitsagentur.de, Atsubide, keyin Indate va Ausbildung.de har bittasi qanaqa ko'nikmalarga egaligi va qaysi biri ko'proq mosligini ham o'rganib chiqib, dastlab shu Indate'ni o'zidan jo'natdim arizalarni, o'sha o'rganib bo'lganimdan so'ng to'liq. Va bu narsani aytib o'tish kerak, o'sha Ausbildung saytlar bu e'lonlar taxtasi desa to'g'riroq bo'ladi. O'sha ular e'lonni olishadi va to'g'ridan-to'g'ri ish beruvchiga yo'naltirishadi. Ba'zi bir firmalar o'zlarini ofitsialniy saytlarini ham qo'yib qo'yishadi, ya'ni o'sha ariza kiritish vaqtingizda to'g'ridan-to'g'ri sayt ularni sahifasiga yo'naltirib beradi. Va eng yaxshisi ularni aytgan o'zlarining sahifasini linklarini qoldirgan bo'lsa, bu juda katta plyus, chunki tez ko'rib chiqishadi. Uzog'i bilan 5-6 ish kuni ketadi. Bu yaxshi natija, ko'rib chiqishi bo'yicha javob ham keladi. Indeed'da unchalik samarali bo'lmadi. Bitta ariza kiritganman Indeed'ga, shu mexatronika sohasi bo'yicha. Fevral edi, 1-fevralmidi yoki yanvarda oxirlari edi. Yanvarda oxirlari mana shu arizani o'zi 3 oydan keyin javobi chiqdi. Misol siz bizga to'g'ri kelmaysiz. Ungacha faqat har oyning 15-kunida, har 15 kunda avtobot xabar yuborib turaverdi email. Ko'rib chiqamiz, jarayonda deb keyin o'shanga umid bog'lab turgan edim. Ehtimol nomzodlar ko'pligidan ko'rib chiqayotgandir rostdan ham deb. Endi tizim qanaqa ishlashini bilmasdim to'g'risi. Ularni mana bu o'sha kandidatlarni ko'rib chiqadigan koordinatorlarni qisqacha qilib HR deydi. O'sha HR. Endi uni to'liq ma'nosini bilmayman. Human resource. Odam ta'minotchisi. Hozir bilib oldim shuni. Mana bilib oldim. O'zim qiziqib nima qilmayman. Keyin Atsubiga kirishni boshladim. Indeed'dan o'zi foyda bo'lmadi. Javob kelmasdi. Chunki Indeed'da bilganim u to'liq e'lonlar taxtasi ekan, hammasi ham ish beruvchiga yo'naltirishi kechikib ketar ekan to'g'risi. Misol uchun Indeed'da o'zidan ham keladi, emailingizga xat bo'ldi, mana seni arizangni biz qabul qildik, endi uni ish beruvchiga yuboramiz deydi. Uni kutib o'tirgancha ham sarg'ayib ketar ekansiz. Keyin Atsubiga kirdim. Atsubida e'lonlar berishni boshladim. Dastlab o'sha ombor logistikasi va mexatronika sohasi bo'yicha hotel fahmani chetga surib qo'ydim, chunki hamma nimalarini obdan o'rganib chiqqandan keyin buni butunlay tashlashni qaror qildim. Keyin tashlashga. Chunki hotel sohasi asosan bilasiz markaz shaharlarda bo'ladi va shaharlarda bilasizki turar joy va xarajatlar kattagina bo'ladi. Va bunday shahardan keyin qo'lingizga orttirib qoladigan cho'ntak puli sizlarli bo'lmaydi. 100-200 bu ehtiyot puli deb hisobga olsak, undan ortiq orttira olmaysizda, ya'ni. Keyin va katta shaharlarda uzr gapingiz bo'ldim. O'zi nemislarning o'zi ham ko'p qiziqqani uchun katta shaharlarda konkurensiya ham katta bo'ladi. Har qanday sohada.
Keyin boyaga Indeed haqida ham qisqacha aytib o'tib ketsam, ko'pchilik mana topshirdim, javob kelmayapti deydi. Sababi mana shu Indeed, ya'ni e'lonlar taxtasi. Bu saytlar qanday ishlaydi? Masalan, kimdir Ausbildung beruvchi kiradida e'lonni joylaydi va shu bilan odamlar topshiradi, ko'pincha u saytni o'zida turadi borgan hujjatlar. Har safar kimdir buyruq qilganda email tashab qo'yadi saytni o'zi. Senga buyruq qildi qaysidir bir Ausbildung qilmoqchi bo'lgan odam, kirib xabar olgin deydi-yu. Shu bilan u saytda qolib ketadi-da, shuning uchun javob kelmaydi. Mana hozir Og'abek aytgandek 3 oydan keyin menga отказ berishdi deyishdi. Bu Germaniyada juda ham normal holat o'zi. Meni o'zim ishga topshirganimda shunaqa bo'lgan. 1 yildan keyin men esimdan ham chiqib ketgan. Ishga topshirganman, 1 yildan keyin javob kelganda, shunda ham endi mana Og'abekda-ku отказ ketdi. Menda suhbatga taklif qilishganda, men tomim ketib qolgan. 1 yilda u kim, nima, qayerda 1 yildan keyin qancha narsa o'zgarib ketadi. Shuning uchun afsuski Germaniyada bu normal holat. Yo umuman javob kelmaydi, yo boyagida 3 oydan keyin eslab qolishadi sizni. Keyin Atsubi bo'yicha arizalar kiritishni boshladim. Atsubi va Ausbildungdek to'liq Ausbildung uchun moslashgan sayt butunlay. Indeedlarda asosan ish ko'proq, ish vakansiyalari ko'proq. Keyin ulardan aktual vakansiyalarni qidirishni boshladim. Keyin e'lonlar berishni boshladim. Ba'zi birlarida to'g'ridan-to'g'ri o'zlarining saytiga o'sha firmalarni va ba'zilarida o'sha Atsubi orqali va orada o'sha vakansiya bergan firmalarni o'zlarining saytini ham alohida qidirib topdim. Misol Jeminaga aytdim, shu aktual mexatroniki bo'yicha vakansiya bergan 2026-yil uchun sentyabr oyida vakansiya berganlarni ofitsialniy saytlarini ber, o'sha subort qismi bo'ladi, ariza kiritish qismi bo'ladi deb o'shalarni olgandan keyin ularni o'ziga ham yuborganman va ularda tez javob kelgan haqiqatan ham. Faqat avtobotni o'zi javob bermaydi. Haqiqatan ham o'sha arizalar bilan shug'ullanuvchi xodim yoki xodima javob beradi, rad yoki ignorni o'zi o'rganib chiqib hujjatlaringizni. Keyin bitta vakansiyaga yubordim, o'sha ko'p yubordim. 20-yanvardan boshlagan edim, aytib o'tsam. 20-yanvardan bu proses 20-martgacha davom etdi. 20-mart oxirgi vansiyam bo'lgan. Ya'ni meni qabul qilishgan vakansiya. Demak, уже yanvardan Ausbildungga topshirishni boshlagansiz va deyarli 3 oy hujjat topshirgansiz. Albatta endi bu qismiga kelamiz. Shundan oldin o'zi sal orqaga qaytsakda, men mana shu Lebenslauf va motivatsion xat haqida chuqurroq so'ramoqchiman. Ya'ni endi siz boya aytdingiz, o'sha internetdan, sun'iy intellektdan foydalanib qildim hammasini dedingiz. Shunga bir chuqurroq kirsak, chunki bu ham juda ham muhim narsa. O'zi asosan mana Ausbildungga topshiryapsiz, hali sizni ko'rmagan, bilmagan, umuman sizdan xabari yo'q odam birinchi taassurotni sizni o'sha rezyumengiz, Lebenslauf va motivatsion xat Anschreibendan bilib oladi. Endi siz mana mexatronika sohasini tanlabsiz. Lebenslaufni qanday yasadingiz, nimalarga e'tibor berdingiz, qayerdan o'rgandingiz? Motivatsion xatni qayerdan o'rgandingiz, nimalarni yozdingiz ichiga, sun'iy intellektdan qanday foydalandingiz, shular haqida bir aytib bersangiz. Dastlab namunalarni Atsubi saytidan olganman. Atsubi va Ausbildung saytlarida option hammasi noldan berilgan. Tayyor shablonlar. Shablonlari bor albatta. Qanaqa qilinadi, har bitta qismlarigacha to'g'ri tushuntirib berishgan. Muqova xati, ya'ni motivatsion Anschreibenga keladigan bo'lsak, DIN 5008 standart formati bo'ladi. O'sha format bo'yicha kiritiladi arizalar. O'shani qolipi shunday. Ish beruvchi ma'lumotlari turadi. Ansprechpartner suhbat oluvchi, o'sha vakansiya joylashgan hudud Germaniya va uni pochta indeksi va bu tomonida o'zini ma'lumotlari va mana shu qolipga tayanib qanaqa yozish kerak, necha bet sahifa bo'lishi kerak, hammasini saytda to'liq tushuntirib bergan saytning o'zi. Va nima keyin ikkita namuna, mana namunalar berilgan Atsubi saytida rad javobi oladigan motivatsion xat ko'rinishi qanaqa bo'ladi, ijobiy pozitiv javob oladigan motivatsion xat ko'rinishi qanaqa bo'ladi deyilgan. Misol uchun rad javobida men mana shu Ausbildungga oyligi uchun qiziqib yiliga 50 ming euro topish uchun ketyapman. Men uchun geld muhim, pul topish muhim deb jun yozilgan. Bu aytib qo'yibdi, 100% rad olinadi. Bunaqa yozmanglar deb qo'yibdi saytning o'zi. Va ikkinchi namunasida esa o'sha pozitiv tuzaga olish uchun
qanaqa namuna bo'lishi ham yozilgan, to'liq batafsil o'sha nima uchun bu sohani tanlagani, nima uchun aynan bu firma va kelajak maqsadlarini to'g'ri ketma-ketlikda kiritish, ma'lumotlarni to'g'ri ketma-ketlikda kiritish, misol qanaqa murojaat qilish shakllari ham keltirib o'tilgan. Vakansiyada e'lonni tag qismida asosan arizalar bilan shug'ullanuvchi xodim yoki xodimani ism sharifi bo'ladi. Nemis albatta. Misol uchun Herr Schneider yoki Frau Wörl degan misol tariqasida aytdim. Yoki agar hech kim bo'lmasa, sehr geehrte und Damen und Herren deb boshlanar ekan har bitta anschreibenning boshida. Agar xodim yoki xodima bo'lsa, sehr geehrte Frau yoki sehr geehrte Herr deb boshlanib, murojaat shakllarigacha to'liq kiritib yozilishi kerak ekan. Misol, yana bir narsa muhim, qaysi nimada ko'ringani ham, misol saytni o'zida o'sha savol beradi, sen bizni vakansiyani qayerdan topding degan nima bo'ladi. Mana shu savolga anschreiben ichida ham qisqacha bayonot, ozgina bitta gap yetarli. Misol, men mana shu sayt orqali mana shu vakansiyani ko'rib qoldim, aktual vakansiyani, va menda ushbu soha bo'yicha qiziqish uyg'ondi, bu vakansiya bo'yicha e'lonni batafsil ko'rib chiqdim degan ma'noda. CV'ni anschreibenni o'rganish qoliplariga tushib olganimdan keyin unchalik qiyin bo'lmagan. Menga faqat aynan kerakli bo'ladigan narsa bu o'sha qolip bo'lgan. Ya'ni o'sha UR'larga yoqadigan qolip va standart format kerak bo'lgan. CV'ni esa oldin men bir-ikki qilib ko'rganman o'zim. CV'ni esa aynan Ausbildung uchun qaysi shablonlar to'g'ri, qaysi shablonlari ko'zga xunuk ko'rinmaydi, misol normalni ko'rinadi deb mana shu narsani biroz ikkilantirgan meni. Rang-barang, haligi kontrast, juda ham bir dekorativ shablonlar umuman bo'lmasligini bilganman. Europath template'ni ham ko'rib chiqdim. Europath template'ni ham obdon ko'rib chiqdim, unda ham tayyorladim. Ko'nglim to'lmadi, lekin qanaqadir o'ta rasmiy Europath. Europathda juda ham ana bir bijir-bijir bo'lib ketadi. Ma'lumotlar bilan aniq ajratish qiyin. Juda ham. Keyin Gemini aytdiki, agar sen Europathga topshirsang dedi, toshni abzaga olasan dedi. Endi toshni emas, abzaga olish ehtimoling bor dedi. Bu otamni zamonidan qolib ketgan klassik usul dedi. Nima dedi-da, endi qolib. Bu rasmiyatchilik dedi. Yoqmaydi dedi. Bunaqa CV'larni kuniga 100 tasini ko'radi u ish beruvchi. Europathda tayyor qilingan, ularni ko'zida oddiy ko'ringani boshqa, alohida ajralib turuvchi, ma'lumotlari to'g'ri va ko'zga tez tashlanadigan CV boshqa dedi. Maslahatim mana bularni sinab ko'r deb yana berdim. Har xil ilova. Canva'da qilib ko'r dedi, Wordda qilib ko'r dedi. Lebenslauf D degan o'zini sayti ham bor dedi. Endi Lebenslauf D'ga ham qilib ko'rdim. Yaxshi sayt, ammo plata sotib olishingiz kerak suv belgisini yo'qotish uchun. Suv belgisi ko'rinib qolsa, bu yomon tushuncha, endi taassurot qoldiradi. O'sha saytda qilibdi-da deydi o'sha ish beruvchi. Keyin Canva'da qilishni boshladim, mos shablonni topdim. Ya'ni seriozniy, unchalik dekorativ ham bo'lmagan, ma'lumotlar to'g'ri ko'rinadigan va o'shanda 2-3 marta qayta qilaverdim va hammasini o'sha jarayonda Gemini'ga tekshirtiraverdim. Qaysi qismlar ortiqcha, qaysi qismlar sun'iy intellekt hamma narsani mukammal qilib beradi. Sizni ko'nglingizdagi faqat promptni to'g'ri bersangiz. Promptni to'g'ri berish juda muhim. Unga shunaqa rol berish kerakki, endi sun'iy intellekt bilan ishlamoqchi bo'lganlarga aytib o'tsam, ularni sun'iy intellektga aynan ish beruvchi obrazini kiriting. Misol, Ausbildunglarni qabul qiladigan xodim yoki xodimani obrazini bering. Meni qabul qilgan bo'larmiding? Mana shu hujjatlarim bo'lsa, agar yaxshilab maksimal fokus bilan bir ko'rib chiq, ochiq-oydin ayt. Radmi yoki abzagimi, tuzagimi deb hammasini mayda detallarigacha aytib beradi. Va mantiqan o'ylab qarasangiz, uni aytgan topib bergan xatolar to'g'ri bo'lib chiqadi. Albatta. Mana shuni o'rganganman. Zo'r. Bizni tomosha qilayotgan tomoshabinlar shu joyda hozir oxirgi mana savolda ikkita juda ham muhim narsa aytib ketildi. E'tibor berdingizmi yo'qmi? Bu birinchisi, mana motivatsion xat, Lebenslauf yozishni saytlarda tayyor forlagi deydi namunalari bor. Atsubideda ham bor, Make It in Germany'da ham bor. Arbeitsagenturning o'zini saytida ham tayyor rezume uchun ham, motivatsion xat uchun ham belgilar bilan qizil belgilab mana bu yerga e'tiborli bo'lgan, mana bu yerda hamma mana unaqa narsa bo'lsin deb tayyor shablonlar bor. Albatta u yerda siz motivatsion xatingizni yozib qo'ymaydi siz uchun. Uni ichidagi tekstni o'zingiz yozasiz, lekin umumiy shablonni tayyorlari bor. Bu juda ham muhim mana. Og'abek shuni topib o'rganibdi. Ikkinchi narsa sinab ko'rish. Ikkinchi bu yerdagi aytilgan eng muhim narsa
har xildan sinab ko'rgan. Yevropasda qilib ko'rgan, unda qilib ko'rgan, saytda qilib ko'rgan, u yoqqa o'tgan, ya'ni sinab urinib ko'rishdan qochmaslik kerak. Har xil yo'llar bilan sinab urinib ko'rish kerak, qilib ko'rish kerak, topshirib ko'rish kerak. Boyagina mana sun'iy intellektni o'ziga tekshirtirib ko'rish kerak. Bu anavi emasda, mana tomdan tashab o'lamanmi yo'q deb sinab ko'rish emas. Tomdan tashasang o'lasan. Bu shunchaki bir hujjatni tayyorlab ko'rish. Tayyorlab mana har xil guruhlar bor. Germaniyaga ketaman deb yurgan, har xil bir chatlar bor. Ularga tashab ko'rish kerak, boshqalarning fikrini eshitib. Meni o'zim buni IT sohasidan bilaman. ITdagilar juda yaxshi bilishadi. O'sha rezumeni yasashadi-da. Bir dunyo IT gruppalar, ITishniklarning kanallari bor. Tashashadi o'sha yerga. Borlar, rezume yashadim, bitta ko'ringlarchi, har kim fikrini bersa, har kim bitta joyini aytib, mana bu yo'lni bunaqa to'g'rilagin, bu yo'lni bunaqa to'g'rilagin deb sekin-sekin yasab boriladi. Ya'ni har xilchasiga urinib ko'rish yaxshi natija beradi. Zo'r men to'g'risi qoyil qoldim. Ko'pchilikning eng nozik nuqtasi mana shu rezume va Lebenslauf yasashda. Umuman nima deydi, o'rganish, qidirib topish tugul urinib ham ko'rishmaydi, yo juda ham rasvo qilib yasashadi-da. Men endi bilmadim, mana 6 oymi, 7 oy, pashti 9 oy bo'lib qolibdi blog boshlaganimga. Shunaqangi ana ko'zdan qon oqizadigan rezumelar ko'rdim. Izlanmaslikdan hammasi, albatta bu juda ham muhim. O'zim men endi keyingi savolim o'sha qaysi saytlardan va qancha beribun qildingiz degan savol edi. Bunga qisman o'sha javob berib bo'ldingiz. Indeed bilan qanaqa tajribangiz bo'ldi mana? Atsubi bilan qanaqa o'zlarini saytlariga topshirish. Demak, 20-yanvarlardan o'rtacha boshladingiz, to 20-martgacha nechta beribun qildingiz? Eng qiziq joyi. Endi 20-yanvardan hisoblasam, shu 100 talar chiqadi, 150 talarga borib qolsa kerak. Endi aniq sonma-son sanamaganman bu narsani. Endi oraliqlarda 100% fokus bilan, misol haftasiga 10 ta, 20 talab CV'ga obdon qilishmaganman. Chunki bitta narsani aytib o'tay, men sal chekkaroq joyda istiqomat qilganman. Endi ota-onam o'zini sal xatolarini tushunib olsin, o'zini ustida ishlasin deb bir qishloq joyda, o'zimizda hovlida, dachada bir uy yashaganman, uyda. Va bir o'zim bo'lganligim tufayli orada qanaqadir bir motivatsiya yetishmagan payti, shijoat bo'lmagan vaqtida tashab qo'ygan vaqtlarim ham bo'lgan. Mana fevral oyida unchalik fokus bilan kirishmadim bu narsaga. Shu chiqib qolsa 100 lardan ziyod chiqadi. 100 talar adashmasam, endi javob kelmaganlari bor, uni javob ignor kelganlari ham bor. Obdon sanab ko'rmaganman, chunki bu sanasa shuni o'zi ham odamning shijoatiga ta'sir qilishini bilar edim. Befoyda bo'ldi-ku shunchasi, qo'y yig'ishda bo'ladigan ishtiqa degan gaplar bo'lmasligi uchun odamni o'zidan shu narsa kelib qolsa, boshqalar aytishi shart emasda. Odam o'ziga shu narsani miyasiga singirdimi, bo'ldi, tashlab qo'yadi shu narsani. Keyin shu 20-mart Navro'zdan bir kun oldin yubordim, oxirgisini. Martning oxirigacha yubormoqchi edim, 31-martgacha. Keyin keldi, Xudoga shukr. O'sha 1-aprel edi. Endi odatdagidek bir hafsala bilan emailda bunday обновление qilib yangilab turibman. Shunday qarasam, kelgan suhbatga taklif deb, vaqting qanday? O'zbekiston vaqti bilan 2-aprel soat O'zbekiston vaqti bilan soat 1:00 ga mana shu termin senga qulay bo'lsa yoki noqulay bo'lsa ayt, yozib bor deb. Va men o'sha vaqtni o'zida ko'rib biroz gangib qoldim. 5-10 sekundlar bu endi qanaqadir fake-mi deb, yo'q, rasman tekshirib ko'rdim. Haqiqatan ham o'sha o'zim ariza kiritgan nimani sayti ish beruvchini tasdiqladim. Ya javobini bosib, minnatdorlik xabarini ham yozib yubordim. Ertasi kuni keyin suhbatga tayyorlanib juda eng qiziq jarayon bo'ldi, to'g'risi. Bir kun ham vaqt yo'q menda, to'g'risi. Soat 2 da ko'rdim xabarni, u xabarni men. 1-aprel kuni soat 2 da ko'rganman emailda va ertasi kuni soat 1 da o'zi suhbat bo'lishi kerak. Kun soat 1 da Germaniyada 10 bo'ladi. Keyingi kun uchun уже сразу sizga termin berishgan. Men so'radim Gemini'dan, boshqa sana belgilasamchi o'zim xohlab dedim. Sen ularga o'tkazib qo'ygan joying bormi? O'zing xohlagan sanani belgilaysan. Taklif keldimi? O'ylab o'tirma, shuncha narsa seni ko'zingni ochmadimi? O'ylab o'tirasanmi shuni ham dedidan, bos dedi. Tavakkal qil, urinib ko'r dedi. Жесткий, Gemini.
rostdan. Ee, Mana bu endi siz aka dasturchisiz bilasiz, mana bu sun'iy intellektni xarakteristika qismini o'ziga moslashtirsa bo'ladi foydalanuvchi va mana shu nastroyka qilib qo'ysa xarakteristikasini bo'ladi. ha skilllar, xarakterlar kiritib berganman va mana shu xarakterlarim bo'yicha men bilan suhbatlashadi u. Agressiv, qattiq, ayamaydigan gapiradigan, faqat borini gapiradigan, ortiqcha muloyim so'zlar, yordam beray, qanaqa xizmatingiz bor, unaqa muloyim gaplarni aytmaydi umuman. Zo'r nastroyka qilgan ekansiz, to'g'risi borga, по-мужски. Haqiqiy erkakcha sun'iy intellekt qilib qo'ygan ekansizda, brutalniy. Atrofimda hech qanaqa sherik yo'q aka, chekka joydaman, tog' joydaman, u yog'imda ham tog', qishloq, odamlardan ham ancha chekkaroqda, balandroq joyda dachamiz. Endi hech kim bilan gaplashmayman, sinfdoshlar ham, qarindoshroq tanishlar ham hammasi ko'zimga balodek ko'rinadi, ularning ko'ziga men balodek ko'rinaman, uzoqlashtirib, yig'ishtirib qo'yganman. Butunlay dunyodan uzildim desam ham bo'ladi. Hamma suhbatdoshim ham, sherigim ham mana shu Gemini sun'iy intellekt bo'lgan. Bu kulgili eshitilishi mumkin, lekin qaysidir ma'noda oyoqqa turishga, o'sha harakat qilishimda buni sabab hissasi bor. Shuni tan olish kerak. Shu tomonlama rahmat aytaman Google'ga. Aleksey Radnoyan bratan. Zo'r. Yo'q, bu juda ham zo'r. Ya'ni internetdan, sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanishda bu. Bizni dasturlash sohasida bu juda ham nozik tema. Ya'ni shunchaki hamma bor vazifasini sun'iy intellektga yuklaydi-da, o'zi tupoy bo'lib chetkada qolib ketayotganini ko'pchilik his qilmaydi. Ya'ni sun'iy intellektdan o'zi o'rganish uchun foydalanish kerak-da. Ya'ni seni o'stirishi kerak sun'iy intellekt. Seni vazifangni u bajarib tashlash kerak emas. Seni o'zingni bilimingni oshirishi, qobiliyatingni oshirish kerak. Bu borada yaxshi, juda ham effektiv foydalanibsiz. O'sha endi suhbatga tayyorgarlik joyidan davom etaverasiz. Keyin savollar, qanaqa savollar tushishini YouTube'dan ko'rdim, shu soha bo'yicha. Endi YouTube'da bilasiz, umumiy klassik savollar bo'ladi. Nima uchun bu soha? Nimaga bizni firma nima qilmoqchisan Ausbildungdan keyin? Nimaga aynan Germaniya? Shunaqa savollar. Chuqurroq kirishni xohladim. Shunaqa videolar ko'rdim, shunaqa savollar bor ekan. Bu umumiy rasmiy savollardek ko'rindi. Qanaqa muqobillar bo'lishi mumkin yoki qanaqa kutilmagan savollar bo'lishi mumkin deb Geminiga yana tashladim bu narsani. Gemini yana maksimal o'rganib, o'sha Pro nimasi bor Gemini'ni, o'shasidan ko'p foydalanaman. Keyin chiqarib berdi, qanaqa savollar borligini ko'rib chiqdim. Har bitta maydalashtirilgan savollar. Endi u yoqda bir 25 tami savol bor. O'sha savollarni ko'rib, o'zi motivatsiya yana birisiga tushib ketdi. Mani ezib o'tirar ekanda, hozir shu savollarni ketma-ket berib dedim. Men qanday tayyorlanaman? Bir kun vaqtim yo'q daj dedim. Chunki mana 6 soat uxlasam, mana qisqartirib 5 soat uxlasam, ovqatlanish bor, yana bir qanaqa kutilmagan problemalar chiqib qolishi mumkin. Endi vaziyat har xil bo'lib qolishi mumkin. 5 soat vaqtim bor o'zi dedimdagin, shu boricha effektivni ishlashga harakat qildim. Keyin o'sha savollarni har bittasiga javoblar yozaverdim, qog'ozga yozdim. Endi boshida yodladim ham, tan olaman, chunki forchatsim tushib ketgan edi. Forchats yodladim, keyin yana qayta Gemini bilan gaplashdim. Geminida tipa o'sha suhbat oluvchi xodima qilib qo'ydim. Ayol kishining ovozini qo'yib ko'rdim, erkak kishining ovozida qo'yib ko'rdim. Haqiqatdan ham chist insoniy gapirki, ortiqcha nima belgilarsiz, tutilishlarsiz tabiiy chiqsin deb anaqa qilib, o'zim shunaqa buyruq kiritib qayta simulyatsiya qilaverdim o'sha jarayonni. Simulyatsiya qilavergandan keyin o'zi ozgina tilim kelishib qoldi. Oynada gapirishni ham boshladim. Misol oynada shunday bitta telefonimda bitta nemis ayolni rasmini qo'yib qo'yaman. Endi klassik bu sal kulgili eshitilishi mumkin. Lekin bu juda ham zo'r. Ko'z kontakti degan narsa bor. Bu juda muhim narsa ekan. O'sha ko'z kontaktini nimaga qo'ydim? Misol tipa telefonda bir nemis ayolning rasmi va men uni ko'ziga qo'rqmasdan qarab turibman, o'sha qarab gapiryapman fikrimni. Mana shuni qayta takrorlayverdim. Va keldi o'sha kuni baribir hayajon, yana qo'rquv, nima bo'lar ekan va baxtimga hali ham to'g'risi mana bu endi ish beruvchi firmalarning erkak suhbat oluvchilarini to'g'risi biroz hayiqaman ulardan. Endi ular jiddiyroq bo'ladi. Endi hozir kulgili eshitilishi mumkin. Endi baribir yigit kishi, misol ayol kishi bilan suhbat qilsa ozgina yengil bo'ladi-ku, qanaqadir bir bemalol bo'ladi. O'zini xotirjam his qilib. Bu yaxshi. Keyin o'sha suhbat oluvchi yozdi, ya'ni o'sha linkini tashlagan edi. Microsoft Teamsdan shunday kirib turibman.
10 minut oldin kirdim, 10 minut oldin o'tiribman, qanaqa tutishim, o'zimni sochim, kiyimim hammasini iloji boricha yaxshiroq qilishga harakat qilgan edim. Keyin rovna vaqtida kirdi. 1 minut kecha emas, 1 minut oldin emas. Shunday kirdi. Shunday, "Qandaysan? Yaxshimisan? Ovozim eshitilyaptimi?" dedi. Keyin, "Ha, ovozingiz eshitilyapti, yaxshi eshitilyapti" dedim. Salom alaykum qilib tanishtiruv qismi bo'ldi. Lekin bitta diqqatimni tortgan narsa, men tayyorlangan savollarni to'g'risi deyarli yarmi ham tushmadi, to'g'risi. Bir ochig'i bir hammasi tushsa kerak deb o'ylagan edim. Lekin siz o'sha tayyorlangan savollardan ma'lum birlari tushdi. Umumiylari tushadi albatta. Mana bu maydalashtirilgan, misol endi Gemini bo'rttirib yuborgandir. Misol sening kuchli jihatlaring nima, zaifliklaring nima? Bunday savollarni ehtimoliy savollar deydi-ku. Ehtimoliy savollar odamni o'ziga bog'liq. Endi har bir alohida odam o'zidan kelib chiqib savol beradi, qiziqishidan kelib chiqib savol beradi. Keyin soha bo'yicha umumiy savollar bo'ldi baribir. Nima uchun Germaniya, nima uchun bu Ausbildung turi? Hammasini bir boshdan gapirib berishga harakat qildim. Tanishtiruv qismida ham shunday tanishtiruv bo'lishi kerakki, juda ham cho'zilib ketmasligi kerak va oxirida sohaga oid bir ikkita qiziqishlarimni ham kiritib o'tdim, bitta ikkita gap qilib. Keyin tanishtiruv qismini o'zidan shtobi примерно 20 minut belgilangan bo'lsa, 25 minut bo'ldi suhbat. 5 minut ko'payib ketdi. Bu albatta plyusga ishlagan. Shunday. Keyin boricha gapirdim. Misol o'sha qog'ozda yodlaganlarim nimasi, esimda qolgan gaplar, ular hammasi to'g'risi chiqib ketdi, ba'zi birlari. O'sha situatsiyada bor forshatsim bilan, bor lug'atim bilan gapirishni boshladim. To'g'risi birinchi suhbatda ko'nglim to'ldi deb o'ylamayman, lekin shu baxtimga endi nasibam bo'lgan ekan, o'zimni boricha ko'rsatdim. Misol bitta narsani qayta takrorlamadim. Maqtanib, men bu mexatroniki sohasi bo'yicha bularni bilaman, qo'limdan u keladi, bu keladi. Yo'q, tajribani ham kiritmaganman CV'ga. Unga prosta shu mexatronikilikka yaqin bo'lgan amaliy ko'nikmalarimni yozganman. Asosiysi motivatsiya va qiziqishimni asosiy xavfsizlik qilib olganman, g'unda qilib olganman, asos qilib olganman. Keyin nimaga kech topshirding dedi, savol berdilar. Endi bu mana shu savol bo'ldi dedim. Bilyapsan, vakansiyalar o'zi oxirlab qoldi. Shu maygacha bizda ham endi har xil filiallarimiz bor, albatta. Shu biz ham shulardan kelib chiqib vakansiyalar e'lon qilamiz. Misol bitta kandidatning vizasi aytayapti menga, bitta o'tgan yilgi kandidatimizning vizasi deyapti. Tur oylarimiz cho'zilib ketgan ekan, bir tur 5 oy cho'zilib ketgan ekan. U qaysi davlat bilmadim, esimda qolmadi. Endi u yoqda qanaqa ishlagan, viza metrikmi, TLSmi, qaysi nima bor, yerda pochtalyon bor, shular bilan shug'ullanadigan. Keyin sizlarda qanday dedi? O'zbekistonda dedi. Keyin O'zbekistonda shunaqa TLS bor dedim. Yangi nima ochildi dedim, tezkor ko'rib chiqyapti dedim. Maksimalni endi ko'rib chiqqanim dedim, 1-2 oylargacha ham cho'zar ekan max dedim, Ausbildung vizasi dedim. Yana ham bu o'sha kandidatga va ish beruvchiga bog'liq ekan dedim. Keyin lekin bunchalik uzoq cho'zilmaydi bizda dedim, O'zbekistonda dedim. Ha, keyin yana bitta e'tiborli jihati, men ariza kiritgan birinchi o'zbek ekanman. O'sha O'zbekistonda. O'zbek ekanligim ham qiziqish uyg'otgan qisman. Sen birinchi o'zbeksan bizga ariza kiritgan dedi. O'sha vaqtda shunday xursandman. Bildimki, o'sha emotsional gapirdim, haqiqatan ham rostdanmi deb. Keyin boricha keyin qanaqa savollar bo'ldi yana? Xo'sh, chuqurlashtirilgan ishga oid savollar berilmadi. Texnik tomonga o'tmadinglar. Yo'q, o'tmadik. Birinchi suhbatning o'zi asosan nima uchun men Ausbildung bo'yicha bilganim, motivatsiyam, qiziqishim, kelgusi planlarim haqida bo'ldi. Albatta, unchalik qiynamaydi sizni ish beruvchi, endi hozir tinglab o'tirganlarga ham murojaat qilganim. Albatta, sizni tushunadi, ko'rib chiqadi, darajangiz qanaqaligini biladi. Muhimi, forchatsingiz yaxshi bo'lsin, ular bir-biriga bog'lab bo'lsa ham fikringizni tushuntira oling. Va savol bergan vaqtida mana shu narsani ishlatmaslikka harakat qildim o'zim. Tushunmagan savollarimni tushundim deb kallani qimillatib, o'zim bilganimcha javob berib ketish. Mana shu narsa eng katta minus. Buni qilmadim umuman. Chunki oldinlari imtihonga tayyorlangan vaqtimda ham og'zaki imtihonlarga o'qituvchilar doim urishib berardi. Tushunmagan savolingni kallangni qimillatib javob berishga harakat qilma dedi.
bog' Shunday bu desam juda tog' deb o'tib ketmadiki, mana shu narsani ishlatmadim. Tushunmagan savolimizga misol uchun können Sie mir bitte etwas einfach wiederholen, biroz osonroq tarzda takrorlab ayta olasizmi dedim. Xuddi o'sha narsani yanada osonroq qilib chaynab beradi sizga tushunishingiz uchun. Keyin o'zingiz fikringizni dadilroq aytasiz, to'liqroq chiqarasiz tushunmaganingizga qaraganda. Keyin tushunmaganimni tushunmadim dedim. Misol biroz vaqt kerak bo'ladigan bo'lsa, o'ylantiradigan savol bo'lsa, iloji boricha kamroq to'xtalishga harakat qildim. Misol biroz bu yaxshi savol ekan, o'ylab olishga biroz vaqt bering dedim. Misol 5 sekundlar sizni foydangizga ishlaydi. Miyangizga kelganini aytsangiz aytdingiz, bo'lmasam bu yana salbiy negativ nimaga tushib ketaveradi pastga qizil. shunday. Bu paytda endi tilni bilish darajasi rol o'ynaydi-da, shuning uchun ham. Va eng katta yana plyus tomoni ko'z uzmang ish beruvchidan. Telefonga qaramang, bir qog'ozchangiz bo'lmasligi kerak ekan odamning yonida. Ishonch, augen kontakt eng muhimi. Albatta. Forchatsam endi chuqurlashtirilgan til unchalik muhim emas birinchi suhbat uchun. Lekin fikrni to'liq yoritib berish o'zingizga ancha plyusga ishlaydi. Darajangiz balandligi ham o'zingizga katta plyus. Shunday. Akalar, ukalar, biz tomosha qilayotganlar, bu joyda ham yana bitta muhim nuqta, ya'ni Og'abekni suhbatga tayyorgarligi. Ko'pchilik mana shu narsani qilmaydi. Chunki bu endi biz o'zbeklarga begona narsa-da. Biz hali biron joyga ishga topshirib, suhbatga tayyorlanib, ayniqsa endi maktab bitirgan yoshlar hali nima deydi, ko'p narsa ko'p joyga topshirib qo'ymagan boshqa emas, suhbatga tayyorlanish degan madaniyatni o'zi yo'q bizda hali, lekin bu Germaniyada yoki deylik siz rivojlangan bironta davlatga ketayotgan bo'lsangiz juda ham muhim. O'zi bir kun keyingi suhbatga shuncha tayyorgarlik qilib tashlabdi, ChatGPT bilan ham suhbatlashibdi, Gemini bilan, oyna bilan ham suhbatlashibdi, boshqa narsalar qilibdi. Bu juda ham muhim. Bu rostdan katta rol o'ynaydi. Suhbat mobaynida siz deylik nemislar bilan suhbat qilyapsiz, taxtaga o'xshab mana shunday qotib o'tiraversangiz bir bo'lmaydi. So'rasa ha, ya, nein deb javob berib, so'rasagina javob berib, boshqa javob bermay, hech nima deydi bir ortiqcha anaqasiz reaksiyasiz o'tiraverish ham unchalik bir sizga pozitivga ishlamaydi. Kirishimli bo'lib suhbatdosh bilan kirish uchun esa albatta tilni bilish va suhbatga oldindan yaxshi tayyorgarlik qilish muhim. Boya Og'abek aytib o'tirdi, savollarni dedi yarmidan ko'pi tushmadi. Lekin mayli o'sha tushmasa ham siz tayyorlangan savollar, lekin sizni miyangizni u tayyorlaydi. Ya'ni ma'lum bir savollarga siz tayyorlanishingiz o'sha miyangizda bir nima deydi, siz suhbatga tayyor bo'lasiz-da, suhbatlashayotgan paytda birdan to'xtab qolib yoki nimadir deyish kerakmi, nima qilish kerak bu yerda turmaysiz. Miyangiz uchun bo'lay yengilroq o'tadi bu suhbat. Shuning uchun suhbatga tayyorlanish eng muhim nuqta. Unga albatta tayyorlanish kerak. Mana sun'iy intellekt bilan YouTube'da endi nemischa mana siz nemis tilida mana shunday video bor suhbatga tayyorgarlik. Vorstellungsgespräch videosi deb yozsangiz, mana shu tanishuv ishga Ausbildungga kirish suhbatlari uchun juda ham ko'p videolar chiqadi. Bularni ko'rish kerak. Bularni o'zi hozirdan ko'rib yuraverish kerak. Ya'ni albatta qachondir kimdir suhbatga taklif qilgandan keyin harakat qilish kerak emas. Hozirdan ko'rib boraverish kerak. U yerda chunki juda ham katta miqdordagi ma'lumotlar, videolar, har xil savollar bor. Bu sizga juda ham asqotadi. Zo'r Og'abek, o'zi sizda nima deydi, mana sal hikoya qilib berish yaxshi ekan. Mana boshingizdan o'tganlarni ham chiroyli aytib beryapsiz, qiynalmasdan. U nemislar bilan ham menimcha shuning uchun suhbat yaxshi o'tgan, ularga yoqqan. Bu ham albatta juda ham kerakli qobiliyat, kerakli talant, ayniqsa nemislar bilan hali ertaga kelib Germaniyada yashaganingizdan keyin ham. Chunki bizda bunaqa narsa bor-da, mana andisha deydi, ya'ni o'zimizni maqtab yorishdan tortinamiz. Odatda mana biz nima deydi, masalan, mana bu narsani bilasanmi desa, endi qo'ldan kelgancha albatta harakat qilamiz deymiz-ku. Bu nemislarda unchalik ishlamaydi. Ya'ni bularda o'zingni sotishni bilishing kerak. Albatta ortiqcha maqtabga yoritib tashlayman, unaqa qilib tashlayman, bilgan bilmagan narsangni unaqa qilib tashlayman deyish kerak emas, lekin chiroyli qilib turib, ha men bu narsani yaxshi uddalay olaman, yaxshi qila olaman deb o'zingni marketing qilish, o'zingni sota olish nemislarda juda ham muhim. Bu yerda bu katta sizga yo'lingizni ochadi. Demak, siz suhbatdan o'tdingiz, 25 daqiqa suhbatlashdingiz.
Shundan keyin ular sizga shartnoma yubordimi? Keyingi qadam qanday bo'ldi? Yo'q, aytmoqchi bo'lganim esimdan chiqibdi, buni ham aytib o'tish. Suhbat 2 marotaba bo'ldi. Mhm. Birinchi suhbatdan o'sha ko'nglim to'lmadi. O'zimni to'liq yoritib bera olmadim, marketing qilib bera olmadim deb o'yladim. Keyin xullas shefim dedi, Urlaubga ketgan dedi. Urlaubga kelishi bilan men shefimga arizangni o'sha suhbatni aytib o'taman dedi. Agar ma'qul keladigan bo'lsa dedi, biz qayta bog'lanamiz sen bilan dedi. Misol bu keyin aytdimki, aytolmaysizmi, bu qancha bu jarayon qancha vaqt olishi mumkin deb aytdim. Shu maksimalni bir 10 ish kunida bo'ladi dedi, 2 haftalar dedi. Keyin Zwei Woche degani esimda. Keyin orada o'zi mana 2 hafta o'tyapti. 2-aprel bo'ladigan bo'lsa, 13-aprel yo'q, 14-aprelda o'sha kelib qoldi emaildan. Ungacha har kun emailga qarayman. Mana shu tomoniga besh ketdim. Nemislar gapini ustidan chiqadigan mujik desam bo'ladi. Endi ha, amallashadi. Ba'zan endi bo'lib qoladi ekansiz, lekin yaxshi. Ular orasidan vaqtida qilishadi. Endi esdan chiqib ketsa kerak. Nechta ariza beruvchi kandidatlar bor. Endi balkim chiroyli qilib javobimni berib yuborgandir deb o'yladim-da. Keyin chunki savolda mana suhbat vaqtida menga shunaqa savol bergan edi hamda, kelasi yil qilib ko'rsang-chi dedi. Kelasi yil sanga to'liqroq shans bo'ladi. O'zingni yanada rivojlantirasan ungacha deb. Mana shu vaqtda o'zim sezgan edim, balkim radga qarab ketayotgandir holat deb. O'sha jarayon, proses rad javobiga, abzalga qarab ketayotgandir deb o'yladim. Men o'shanda ham boricha aytishga harakat qildim. Kelasi yil uchun imkoniyat yo'q. Uydagilarim menga shunday degan, foydalansang shu yil shu bor imkoniyatingdan foydalan, kelasi yil ruxsat yo'q senga deb aytishgan dedim. Va boshqa kelasi yil men shu O'zbekistondagi universitetga topshirishim kerak. Bu meni tanlovim emas dedim. Men buni istamayman dedim. Hozir bor tilagim ham, o'sha maqsadim ham tezroq mana shu sohamda ketib, o'zimni karyeramni qurish dedim. 2026 yagona tanlov mana shu dedim. O tushundim men seni dedi, bo'lmasam dedi. Yana ham aytib ko'raman shefimga dedi. Keyin 14-kuni emailga xabar kelyapti. Arizangni kiritgan ekansan deyapti. Sayohat pasportingni o'sha skaner varianti Rice passingni ko'rdim dedi. Yaxshi bor ekan dedi. Keyin shahodatnomang. Shu Schulzeugnising dedi. Notarial tarjimani o'zimi yo tasdiqlatgan nimasi ham bormi dedi, ko'rinishi dedi. Tasdiqlatganmisan dedi. Keyin yo'q, tasdiqlatmaganman dedim. Buni Ausbildung uchun dedim. Shunchaki notarial tarjima qildirganman dedim. Bo'lmasam men senga hozir javobini aytib yuboraman. Qani notarial tarjimani o'zi yetarlimi yoki tasdiqlatish ham muhimmi deb. Keyin shu primerni 2 soatlarda javobi keldi. 14-aprel kuni shu tush mahali edi. Germaniya vaqti bilan endi obedga qarab ketayotgan bo'lgan. Yo'q, kerak emas ekan, yetarli. O'sha notarial tarjimani o'zi dedi. Men tushunmayapman nima bo'lyapti hali. Nimaga so'rayapti? Nima unday bo'lyapti? Orada siras Jimina yozaman. Qara Jimina shunday deyapti. Nima deydi endi bu yog'i dedim. Jimina aytdi, unchalik xursand bo'lishga shoshilma dedi, lekin yaxshi xabarlar bor dedi. Ular seni qabul qilmoqchi dedi. Bo'lmasam Shunday. ular vaqtini juda ham yozib yuboradigan punktlik qayt odamlar ular dedi. Maydalashib o'tirishga vaqti yo'q dedi. Har kim bilan dedi. Keyin yaxshi dedim. 15-kuni ertasi kuni shu yana xabar kelyapti. Sen bilan ikinchi suhbat belgilaymiz deb. 1 soat belgilangan. Suhbatda 2 kishi bo'ladi. O'sha men gaplashgan ayol kishi va o'sha boshlig'i bo'ladi. Shefi bo'lar ekan. O'sha filial rahbari. Keyin endi ungacha shu yana qo'limga endi bu tomondan endi Xudodan so'rashim juda muhim. Faqatgina bor bilimga tayanib qolmaslik kerak. Shu istig'for aytaverdim, tinmay aytaverdim, soniga ham qaramay yurdim. Kim qayerlarda yurdim o'zim, yomg'ir yog'ayotganida bir miyaga tinchlik deganday. Keyin qarasam emailga suhbat taklifi kelgan, yana hayron qoldim. Bilaman, yana qiynar ekanda dedim. Lekin xursand edim. Nimaga ikkinchi suhbat dedim? O'zi birinchi suhbat rad javobi bo'lmaganmidi? Endi bu meni taxminlarim bo'lgan. Sirazi Jiminaga yana murojaat qildim. Chunki boshqa aytadigan sherigim yo'q. Kimga aytaman misol uchun? Gapni ham, dardimni ham endi hammadan uzilganman. Keyin
Gemini aytdi, bu dedi 90% sen qabul qilib bo'linding degan dedi. Shefda vaqti yo'q, har bitta kandidatga maydalashib, u suhbatini olib o'tirgan dedi. Lekin dedi, juda katta ketib o'rmadi dedi, o'zingni yaxshi tutishga harakat qil dedi, ishonch saqlanib qolsin, avgin kontakt bo'lsin dedi. Unchalik ko'p qiynashmaydi dedi, balki o'zingga qo'yib berishar, qani nima biladi, nima gapira oladi deb dedi. Lekin to'xtab qolmaslikka harakat qil dedi Gemini. Uni gapiga quloq solgandan keyin sal ruhiyatni ham ko'tarib oldik. Hech bo'lmasa 90% o'tding dedi-ku dedim. Keyin 1 soat bo'lganmi qo'rqitdi. 1 soat nimani gaplashamiz? Mana shu narsa qiziq bo'ldi. Endi shuni adashmasam bir guruhda so'ramaganmidingiz? 1 soatga belgilabdi. 1 soat nima suhbatlashamiz deb kimdir mendan so'ragan edi guruhda. Bu siz emasmidingiz? Yo'q, men emasdim. U payt shunchaki kuzatardim, guruhlarda guruhingiz bilan o'sha kanal guruhi bilan kanalni o'zini kuzatib borardim doimiy ravishda. Keyin endi guruhdan ham so'radim, umumiy endi odamlar ham bilganini gapiradi to'g'risi. Endi Gemini'ga o'rganib qoldim qisman. Keyin ikkinchi suhbat vaqti belgilandi, soat O'zbekiston vaqti bilan 1midi, 2midi? Endi Deutschland bilan ularning o'zlarini vaqti. Ikkala vaqt taqvimi ham ko'ringan o'sha xabarda, email xabarida. Kirdim 1 soatlik nimaga. Xuddi mana shunaqa men ulandim va bitta ekranning bir qismida boyagi ayol, men bilan suhbat olgan ayol xodima, Ansprech partner va bu chekkada quloqlarga ana shunaqa naushnik taqib olgan, bir yoshlari katta va Kohler ekan, Daniel Kohler degan bitta shefim o'tirib olgan. Kompyuterda qarab o'tiribdi. Shuni ulandik. Shefda ulanishini ozgina kutib turdik. Keyin boshlandi suhbat. Dastlab tanishtiruv bo'ldi. Men o'zimni shunaqa qisqacha tanishtirib o'tdim. Baribir men ma'lumotlarimni Ansprech partnerim boyagi xodima shefimga ham aytib o'tgan, bu kandidat haqida deb alohida ta'kidlab. Keyin u kompyuterda shuni olib, menga qisman o'quv filiali jarayon qanaqa bo'ladi, necha yil davom etadi, nimalar o'rganiladi, obdon yaxshigina bir yoritib bertsam ham bo'ladi o'sha sohani, o'sha filialni, kompaniyani, firmani. Kompaniya Sublin Edward Sublin AG kompaniyasi, bu Germaniya bo'yicha mana shunaqa og'ir yuk mashinalari qurilish kompaniyasi ham keyin Avstriya bilan Avstriyadagi Strabag kompaniyasi bilan hamkorlikda qilingan va mana shu kompaniyadagi barcha ko'nikmalar, imkoniyatlar haqida ozgina reklama qilib berdi. Qisqacha aytadigan bo'lsam, reklama qilib berdi. Keyin o'sha yuk mashinalari qanaqa ishlashi, har bittasini rasm ko'rsatib berdi. Tugadi keyin bu jarayon. O'zimga qo'yib berishdi keyin. Ikkita savollar bo'ldi. Maktabni bitirgandan keyin nimalar qilgansan, qanaqa tajribang bor dedi. Endi men borini aytyapman. Misol, kompyuter ko'nikmalarim bor dedim. Ofis dasturlarini yaxshi bilaman dedim. Imminna bu unga aloqador bo'lmasa ham dedim. Keyin jismoniy ko'nikmalarim yaxshi dedim. Misol uchun sport bilan shug'ullanib turaman dedim. Endi boricha gapirdim. Chunki boricha gapirishda o'zimga qanaqadir mezon qilib olgan edim. Yaxshi ko'rinsam kerak deb. Ortiqcha bo'yoqlarsiz, qanaqadir bir bo'rttirmalarsiz, qo'limdan keladiganini boricha aytdim. Jismoniy ko'nikmalarim yuqori, jismoniy mehnatdan ham qochmayman dedim. Misol og'ir nima ko'tarish bo'ladimi, lekin ko'proq dedim, mana shunga qiziqaman dedim. Ya'ni shu injenerlikka, mana shu mexatronika sohasiga, imminni shu qismiga ko'proq qiziqaman dedim, shu tayyorga dedim. Keyin yana nimadirlar gapirdim, shu nima bo'yicha, asosan ko'nikmalar haqida bo'ldi savol. Keyin yana nimadir savollar bo'ldi. Orada keyin Ansprech partnerim boyagi ayol bir nimalarni yozib ketyapti qog'ozchasiga. Nimani yozyapti bilmayapman. Keyin shu payti aytib qoldi bu shefim. Janob Og'abekka Abdusattorovga kerak bo'ladigan hujjatlarning ro'yxatini yozib bo'ldingizmi deyapti. Murojaat qilyapti ayolga. Yana angrayib qolyapman. Qanaqa hujjatlar deb tushunmayapman. Keyin u ayol aytayaptiki, personal bog'ing kerak bo'ladigan hujjatlar ro'yxatini yozib bo'ldim dedi. Senga emailga yuboraman keyinchalik. Qanaqa hujjatlar ayta olasizmi? Favor deyapman. Keyin shunday kulib turdidagin. Shunday bir ovozda keyin birinchi ayol kishi aytdi, biz seni qabul qildik dedi. Sentyabr oyidagi o'qishga dedi, 2026-yil uchun. Yana qotib qoldim.
internet qotmasin deb ozgina bir kallamni qimlatib qo'yapman. Aloqa qotmasin deb emotsiyadaman. Butunlay emotsiyadaman. Hech tushunmayapman. Keyin bu rostdan to'g'rimi? Rost aytyaptilarmi deb aytdim shefga keyin. Chef shunday kulib yubordi. Ha, rost biz seni qabul qildik dedi. Ishonsang bo'ladi dedi. To'liq dedi. Mana hujjatlarni kerak bo'ladigan hujjatlarni ro'yxatini tayyorladi dedi. Endi viza protsesgacha u shu Frauwirl san bilan yonma-yon ishlab, batafsil protsesni boshqarib boradi. Nima hujjat kerak bo'ladi, nimalar kerak bo'ladi. Keyin yaxshi chiroyligina xayrlashdik. 1 soat bo'lmadi, 45 minutlar bo'ldi. Asosan endi kompaniyani yoritib berishga biroz ko'p vaqt ketdi. 15 minut, 20 minutlarmi. Ehtimol 40 minutdir. Endi vaqtiga aniq qilib qaramadim. Lekin belgilangan vaqt 1 soat edi. Keyin xayrlashdik. Keyin kech bo'lyapti. Oradan 1 soatlar o'tgandan keyin personal boginni tashladi menga ayol. O'sha xodima ayol, o'sha koordinatorim. Personal bogin faqatgina to'ldirib yubor. Menga dedi, to'g'rilab dedi, senga tulki muhlat dedi. Juma kuni tashlagan edi, payshanba kuni tashlagan edi. Dushanba kunigacha yubor dedi. Keyin xo'p dedim, ko'rib chiqdim, o'sha javob yozib, keyin qanaqa hujjatlarda katalogini ham yubordi menga. Misol, yashil rangda belgilangan hujjatlarimni men tayyorlab beraman senga, sariq rangdagisini sen tayyorlaysan. Elchixonalarga mana shularni taqdim qilib olib borasan deb aytdi. Hammasini to'liq yozgan ekan o'sha hujjatida. Keyin ko'rib chiqdim, o'sha personal bogin faqatgina to'ldirish juda muhim. Har bitta qismini o'sha to'g'ri to'ldirdim. Tushunmagan qismlarini Gmaildan so'rab, endi u yerda to'ldirilmaydigan qismlar ham bor. Misol uchun germaniyalik kandidatlar uchun alohida kategoriya savollari bo'ladi. Misol, oilani Ausbildung qiladigan nomzodlar uchun oilasini, bola chaqasini, xotinini, bolalarini nimasini kiritish kerak. Kerakli qismlarini to'ldirdim va yubordim. Keyin yuborib bo'lganimdan keyin o'zi Fairtrack tayyorlash boshlandi. Keyin Fairtrackni tayyorladilar. Fairtrackni hammasini bir qilib yubordilar. Bitta yubormadilar, lekin aytib o'tirdilar, men sanoat palatasidan ruxsatnoma, kasb maktabidan ham nimani, hamma mana shu Anmeldung Berufsschule, Mietvertrag, ya'ni ijara shartnomasi deganda o'zi kalla o'zi hayronda, nima hamma narsani qilib beradimi deb. Keyin sug'urta ham bor edi uning ichida. Misol, Krankenversicherung, Mietvertrag, Anmeldung zur Berufsschule, Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis, bu Bundesagenturdan beriladi. IHK degani bor. Uni bilmayman nimaligini. U ham bir bo'lim shunaqa kasblarni anerkiyoni qilish uchun shug'ullanadi asosan, lekin undan ham baribir ruxsat olinadi IHK. Keyin shu Ausbildungsvertrag. Ausbildungsvertrag, sachliche und Gliederung degan dokument ham bor. Uni ko'pchilik bilsa kerak endi. Ausbildungda ish beruvchi bo'lgan hujjatlar qatorida u ham bo'ladi. Hammasini bir qilib yubordilar. Sal cho'zildim. Qarang, qachon yubordilar ya menga? 25-kuni 27-mida shu aprelda oxirlari edi. Aprelda oxirlari edi. Hamma hujjatlarni to'liq yubordilar. Chiqartirib oldi. Chiqartirib, rangli qilib chiqartirib oldi. Mana bulsiga dedi, imzo qo'yib yuborasan mana bularga menga dedi. Ba'zi birlarga imzo qo'yib, imzo va sana vaqtlarini qo'yib qayta yubordim. Bitta narsa ozgina cho'zildi, sug'urta masalasi. Sug'urta kompaniyasidan o'sha nimasidan javob kelishi bir 4-5 kunga, 3-4 kunga cho'zildi. Uni ham hal qildik. Bitta narsaga hayron qoldim. Jon kuydirishi juda zo'r ekan lekin. Misol, men qayta 3-4 marta telefon qildim. Ular seni ularga kiritgan seni arizangni, men kiritgan seni arizangni ular yana ko'rib chiqar ekan. Xodimasi bilan gaplashdim deb bo'layotgan prosesda real aytyapti menga emailda. Zo'r. Endi hammasi meni nazoratim ostida deydi-ku. Shunaqa bo'ldi. Xursand bo'ldim. Yig'ib oldik hujjatlarni, Xudoga shukr. 1-may kuni bo'lyapti. 1-maymidi, 2-maymidi? Hamma dokumentlarni 2 nusxada chiqartirdim. Erinmasdan chiqartirdim. Endi juda ko'p hujjatlarim bor edi. 5-6 varaqlik. Har bittasini alohida papkalarga tayyorlab 2 nusxada chiqartirib olaverdim. U yoqda endi pasportim ham bor edi, qizil pasportim. Keyin motivatsion shqaybini ham bor edi, elchixona uchun qilgan
elchixona uchun tayyorlangan Lebenslaufim ham bor edi. Hammasini ikki nusxada qildim. Endi nimaga ba'zi ikki nusxada kerak emas ekan o'z ba'zi birlarga. Birinchi borayotganim uchun Selosga, elchixonaga obdon bir qurollanib boray dedim-da. Yaxshi yaxshi. Keraksizini chetga otaman, bitta qog'oz yo o'zimda qoladi dedim. Keyin yo mayda oxirlariga ol, yo mayda o'rtalariga ol termin dedi. Koordinator. Shu termin masalasida o'sha telekontaktdan juda ham muhim masala bu ham. Qiynalmadingizmi o'sha termin olishda? Yaxshigina qiynaldim. Yo, ishtir qarang. Endi terminga to'lov qilish kerak. Sal shoshqaloqlik qilgan joyim ham bor, shuni aytib o'tay. Hali to'liq shartnomalar, barcha hujjatlar qo'limga tushmasdan turib, sal shoshqaloqlik qilib 22-aprel kuni termin olib qo'yganman. Endi 16-kuni boyagi hujjatlarni endi ro'yxatini menga tashlayapti, ungacha tezis qilib bersa kerak deb o'ylagandim. Endi ish beruvchi. Keyin termin yo'q edi, o'sha paytda ham tanqis edi. Saytga kiryapmiz, uydagilar bilan 21-ga ochiq. Mayga endi sayt nosozligi tufayli mayda ko'rinmayapti. Mana deb sraz bosib yubordik endi. Mana misol gangib qoldim o'sha payti. Bosib yubordik, to'lov ham qildik-da. Endi eng qizig'i 480 ming to'lov qildik, 450 ming termin to'lovi, 30 ming so'm holat bo'yicha bildirishnomalar uchun. Keyin rasvo qilganimni tushundim, chunki 3 kun ichida hamma dokumentlarni to'g'rilab yuborishga ulgurmas edi baribir koordinatorim. Endi u paytda lekin agar eng kamida shartnomangiz bo'lsa qo'lingizda, aslida shu shartnomani o'zini topshirib tursa ham bo'ladi. Keyin mana sug'urta, buni agenturdan anaqalar, qolgan narsani keyin bersa bo'ladi o'zi aslida-yu. Bu endi Yo, filtragam yo'q edi aka o'sha paytda. Aytdim-ku, hammasini bir qilib yubordi deb. Qo'limda faqat shu personal bo'lgan faqagim bor edi. Endi u nima bo'ladi u? Firma tashlagan narsa bizda. Keyin nima qildingiz? Keyin kutdim ya, termin atkaz bo'ldi. 72 soatgacha uni o'zgartirsa bo'lar ekan. O'zi 20-kuni olyapman terminni, ertasi kuni 2 kundan keyin nima bo'lsa, qisqasi o'zgartira olmadim. Pulimga kuydim. Pulim emas, endi uydagilarni puli. Mana shu narsa qilmaydi. 450 ming qiladi endi. Misol shoshding, mana ko'rdingmi, nima keragi bor edi dedilar. Hali buni men endi nemislarga yuklama qila olmayman-da. 3 kunda hamma hujjatlarni tayyorlab qiling, endi men termin olib qo'ydim deb bo'lmaydi. Ular karam shurvang desa nima qilaman misol uchun-da endi. O'zi hali ham ular hali ham juda ham tez qilib beribdi. Boya sug'urta sal cho'zildi, 3-4 kunda bitdi dedingiz-ku. Germaniya uchun 3-4 kun bu juda ham tez bitish o'zi. Bitta hujjat uchun oylab termin kutasan yo o'sha hujjatni o'zini kutasan-da. Germaniyada hali kelsangiz ko'rasiz, 3-4 kunda o'zi zo'r bitgan u. Keyin termin muammosi o'sha paytda ham kuchli edi. Chunki kandidatlar Ausbildung Aufbauer tiqilib ketgan. Keyin yana kiryapman, aylantiryapman. O'sha o'rinlar bormi? Yo'q, chiqmaydi. Keyin ayol yozdi, o'sha yo mayda oxiriga ol, yo mayda o'rtasiga ol deb. Keyin chiqishi bilan xabar beraman dedim. Sanalar chiqib qolishi bilan dedim. Keyin shu dadamning oldiga bordim, ishxonalariga to'lov qilish uchun terminga ehtimol chiqib qolar baxtimga deb. Bordim, saytda o'tiribmiz. Mana shunday qilib viza kartalarini, nimalarni tayyorlab, to'lovlarini yo'q, chiqmaydi. Yana hafsalasizlik bilan orqamga qaytdim. Bitta narsani ochiqchasiga aytaman, bu menda foyda bergan. Boshqalarda qanaqa ishlashini bilmadim. Obdan bir yaxshilab tahorat qilib oling. Niyatlarni hammasini yaxshi qilib olish juda muhim. Bordimdagi hamma narsani chetga surib qo'ydim. Yana bir nima deydi? Sekinlashgandan mana shu narsadan o'zim ham bir tushkunlikka tushgan edim. Shu Xudodan so'radim, termin ochilsin, endi tezlashib ketsin. Mana shuncha nimalardan o'tib keldim, o'zing yordam qilib Xudoyim deb nima qildim. Bir tahorat olib chiqqandan keyin ishonasizmi, ishonmaysizmi, saytga kiryapman, chiqyapti termin. 13-may sanasiga, 13-may kunasiga soat 1:30ga chiqyapti. Bo'ldi. Boshqa hech qanaqa kunda yo'q o'zi. Boshqa muqobil variantlar ham yo'q. Bo'ldi dedim, bu bir imkoniyat ekan dedim. Keyin dadamga urdim, sirasi telefon, dada dedim, shunday sana chiqibdi dedim. To'lov qilmasak bo'lmaydi dedim. Dadam bilan shosha-pisha to'lov qildik. Endi qarang, bu 13-may mayda o'rtasi 15 bo'ladigan bo'lsa, o'rtasi ham bo'lmaydi-da. U ayol menga 1-may kuni yozdi. Orada bir 13 kun bor edi endi. Shunaqa bir 12 kun, 13 kun bor edi. Keyin ayolga aytdim, mana shu 13-kuniga olib qo'ydim, joy olib qo'ydim. Ulguramizmi dedim.
Lekin boshqa variantim ham yo'q edi. Talablar juda ko'p, joylar tez to'lib qolganligi tufayli shundan olishga majbur bo'ldim dedim. Bo'lmasam iyunga olishga to'g'ri kelib qolardi dedim. Keyin yo'q, vaziyatingni bo'ldi, tushundim dedi. Endi tezlashtirishga harakat qilaman dedi. Demak, Yana 1 mayda yo'q, hali yo'q. sizda yo'q edi. Sizda hali Yo'q, hujjatlaringiz tayyor. Fedtrak nimalar bor edi, o'sha sug'urtam undan keyin bo'ldi adashmasam. Ha. Keyin yana sug'urtammi, yana bir nima hujjat bor edi-da. Ha, ana bu Erklärungsbeschäftigungs bo'ladi-ku, Bundesagentur beradigan. Da. Bundesagentur qanaqadir ruxsatnoma berish kerak, tasdiqnoma, отсюда. Ana shu Atsubilarga ham dokument kerak. ishlaydiganlarga ham beradi uni. Endi Toshkent bir qadam joy bo'lsa ekan, aka menga chopalab borib nima qilib kelaversam-da. To'g'ri, keyinchalik qilsa ham bo'lar edi. Toshkentga bir oyga borib kelishimni o'zi 200-300 xarajatga tushdi-da mana. Men endi Samarqandda bir chekkaroq tumanda bo'lsam. Keyin shuni hisobini oldim. O'sha ayol lekin sidqi dildan qilib berdilar. Tezlashtirib ulgurdik, Xudoga shukr. O'sha 11-kuni menga hamma hujjatlarni tashlayaptilar. Hayajonlanma. Mana hamma hujjatlar o'zingga kerak bo'ladigan, o'zing qiladiganlarni ham qildingmi? Men belgilab yubordim alohida senga. Motivatsionlarni, Lebenslauflarni o'zing qilasan. Ular tayyormi dedi? Ha, ular tayyor, to'g'rilab qo'ydim dedim. Hammasini 2 nusxada dedim. Bordim, keyin Serminga shu hujjatlarni berdim. 13-kuni va mana shu yerda bitta narsaga e'tibor berish kerak. Bitta hujjatni xato yuborgan elchixona, o'sha ish beruvchim, koordinatorim. O'sha Erklärungsbeschäftigungsverhältnis dokumentini Bundesagentur beradigan tepasida Made in Germany Bundesagentur deb yozib qo'yadi. O'sha dokumentni eski blankada to'ldirib, eski blankasini yuborganlar menga. Ya'ni eski shablonini. Keyin bu keyinchalik bildim. 25-may kuni, 26-kuni Telesga kiryapman. Jarayondan o'tgan turibdi dokumentlar. Pasport konsullikdan qaytarilmoqda. 13 kunda qanaqasiga? Bu juda ham tez. Menda forabda ishtimim yo'q edi. Tezlashtirilgan viza nimasi. Keyin endi hammadan so'rayapman, akalar nima bo'ladi endi? Bo'ldi, endi siz vizangizni olasiz deyapti. Endi 1-2 kunda xabar keladi sizga deyapti. 5-iyungacha kutinman, 10 kun. Ana kutaman, mana kutaman, pasportingiz tayyor degandan darak kelmaydi-da endi. Keyin elchixona yozdi menga. Elchixonaning xabarini Teles uzatgan. Mana shu dokumentni ish beruvchi yangilangan formatini yuborsin. Bu eski mana shu o'tgan yilniki deb aytibdi. 2-iyungacha senga muhlat dedi. 18-may kuni xabarda ko'rdim. Siraz uydagilarga aytayapman, Toshkentga ketishim kerak deb, avval birinchi bo'lib koordinatorimga xabar qildim. Koordinatorim aytayaptiki, "Voy, uzrman, bilmayman" dedi. Men uni eski variant bilan haligini eski shablonligini dedi. Hozir yangilangan blankasida qayta yuboraman. O'sha ma'lumotlaringni qaytadan kiritib dedi. Yubordi, tez yubordi. O'sha kunni o'zida yubordi adashmasam, shu 1,5-2 soatlarda. Ertasi kuni shunday ketdim men Toshkentga. Chorshanba kuni ketdim. Borib shunday topshirib keldim, keyin o'sha dokumentni keyin yana shu jarayonda deb turibdi-da o'zi. 26-kuni jarayondan o'tganligini ko'rsatib turibdi. Bo'ldi, endi pasport olaman deb turuvdim. 8-chi yo'q. 5midi? 5-yo 8-iyun kuni elchixonaga telefon qildim keyin. Telefon qilmadim. Selesga telefon qildim, uzr adashib ketibman. Seles aytdiki, "Biz shunchaki pochtalyonmiz" dedi. "Biz bilmaymiz qachon yuborishini pasporting" dedi. Ana elchixonaning o'zining saytiga kirib yoz emailga dedi. Keyin elchixonadan emailni oldim, ma'lumotlarni kiritib, shifr raqamimni kiritib, mana shu pasport meniki. Jarayon qanaqa ketyapti? Saytda jarayondan o'tgan ko'rsatib turibdi. Pasport konsullikka qaytarish deb turibdi. Bir ma'lumot bera olasizmi deb yozdim, batafsil kiritib. Saytdagi nosozliklar uchun uzr so'raymiz. Ma'lumot noto'g'ri ketib qolgan, saytdagi boyagi nimalar yonib ketgan, statuslari yonib ketgan, yashil bo'lib. Hali nima bo'lmasdan. Endi qarang aka, ular bir sira tekshirgan. Endi meni tushuncham bo'yicha va bir sira tekshirib bo'ldi, hammasi bor ekan deb o'tkazib yuborgan. Keyinchalik endi bittasi kelib, bu eski shablon blankaligini tasdiqlagan, bilib qolgan. Keyin menga qayta murojaat qilishgan. Bo'ldi, keyin o'sha payti taqdirga tan berdim, endi qachon chiqsa deb. Bu viza ham ikkilamchi narsa ekan, 50 ga 50. Sevsam bilmas ekan, uni ichiga rad javob uriladimi, viza uriladimi? Shunday ular ham bilmaydi, uni pasol faqat hal qiladi. Yo'q, bu endi nima deydi, odatda hujjatlarda kamchilik bo'lsa, o'shanaqa nimadir noto'g'ri ketsa, pasos ana qiladi, ya'ni olib kelib bergin kam narsani yoki buni to'g'rilab kelgin deydi. Bunaqa narsalar bo'lib turadi hammada ham. Endi boyagi Bundesagentur masalasida ham o'zi
Bu ikki xil bo'ladi. Boyagi Bundesagentur uchun formalarni ish beruvchi to'ldiradida sizga beradi, siz olib posolstvoga berasiz. Posolstvo uni Germaniyada Bundesagenturga jo'natib, shu yoqdan ruxsatni olib, keyin sizga viza beradida. Bu birinchi yo'l. Ikkinchi yo'lida o'zi ana ish beruvchini o'zi ham qilsa bo'ladi. Ya'ni sizni boyagi firmangizni o'zi boyagi formalarni to'ldiradida, Germaniyadan turib Bundesagenturga jo'natib, boyagi Vorabzustimmungni olib beradi. Unda endi уже savol qolmaydi-da. Shunday avval hujjatni berasiz, shunday vizani urishadi. Chunki уже Germaniyani xabari bor, siz borayotganingizda Bundesagentur ruxsatni bergan. Hech narsa. U vizani cho'zilishi o'sha Bundesagenturdan javob kelishi. Shunga ketgan vaqt uchun cho'ziladi. Atak. Yaxshi baribir juda tez chiqqan. Juda katta rol o'ynamas ekan. Aytganingizdek, mana shu Bundesagentur, Auslandsbehörde, mana shular shu baxtimga xursand bo'ladiganim, shu kompaniya ham yaxshigina kompaniya edi, mahalliy lokal oilaviy firma emas. Ha, bu katta rol o'ynaydi, yaxshi kompaniya bo'lishi. Endi keyin menga ham fikr keldi, Vorabzustimmung haqida aytsammi, ish beruvchi koordinatorimga deb. Xabar berdim proses haqida. Nima bo'lyapti, qanaqa ketyapti ishlar, yangilik bormi deb yozdilar. 15-midi, 14 yoki 15-iyunida. Xullas keyin hammasini raqamlarigacha, sanasigacha, qachon bordim, nima qildim, hammasigacha o'sha hujjatni yangilab topshirganimgacha aytdim. Keyin hammasini to'liq aytganimdan keyin ishlar sal nima cho'zilib qolyapti-ku dedi. Biz o'ylaganimizdek unchalik optimal ketmayapti-ku dedi. Lekin umid qilaman, hammasi yaxshi bo'ladi, tez bitadi ishing dedi. Yo'q, hali u sentyabrgacha 3 oy vaqt bor o'zi. Qanday unaqa degan? Keyin bo'ldi bo'lmasam dedim, og'iz ochmas ekanman dedim. Chunki xabaridan ko'rinib turibdiki, xotirjamligi unchalik chuqur qilmayapti. Chunki Vorabzustimmungni endi ular holatni bilib o'zlari ham bilishadi-ku, kerakmi yoki kerak emasmi. Aytganingizdek, hali sentyabrga ko'p vaqt bor. Keyin kutishga tan berdim, taqdirga tan berdim. O'zimni nima qilib bo'lsam chalg'itishga harakat qildim. Kuniga million marta Teles saytiga kirishim asabni qo'zg'atib yubordi. U nechinchida chiqdi keyin vizangiz? 25-iyunda chiqqan. 25-iyunni, bir oydan ziyod. Yo'q, baba yaxshi chiqdi. Men 8 oy kutganman. Ha, bilaman aka, ana shuni o'qidim men. O'qigan edim. Uni yonida u bir oy. Yo'q, besabr deyman aka, bu 2 hafta kutib olishmaydi. Endi proses 2 oyda 8 oy nima degan gap? 8 oyda odam kutib necha marta qayta o'lib tiriladi-da. Endi bu holatda juda yomon hissiyot. Har kun ertalab turganda boyaga telefonga qarab uyg'onasan-da. U paytlar biz davrimizda endi bunaqa Teles yo'q, saytdan kirib sen hujjatlaringni prosesini ko'ra olmaysan. Yagona olishing mumkin bo'lgan xabar bu telefon qilishadi senga, bo'ldi. Bitta telefon qilishadi-da, mana bu paytga kelgin deyshadi, bo'ldi. Shungacha sen o'zi qaysi prosesda hujjating, nima bo'lyapti o'zi, qayerga ketyapti, hech narsadan xabaring bo'lmaydi. Yo'q, yaxshi, lekin zo'r bo'pti. Ish beruvchingiz ham yaxshi harakat qilib yordam qilibdi. Bu albatta zo'r narsa. Xudo xolasa endi ayniqsa boyagi uy-joylar bilan o'zlari ta'minlab, arenda shartnomalarigacha yuborgani bu juda ham zo'r narsa. Qoyil nima bo'lsa-da, yaxshi bir qiziqarli, oson bo'lmagan yo'l bo'pti. Albatta. Endi Xudo xohlasa, hali Germaniyaga kelsangiz, do'stlar, mana sekin endi oxiriga yaqinladik podkastimizni. Ko'rdinglar, Og'abekni boshidan o'tgan, o'rgangan narsalari, izlanganlari, qanaqa qiyinchiliklar bo'lgani, hammasini eshitdinglar. Bu hali Germaniyaga kelguncha bo'lgan jarayon. Xudo xohlasa Og'abek mana eson-omon Germaniyaga kelsa, o'qishlarini boshlab 1-2 oy o'tgandan keyin yana bitta albatta podkast qilamiz. Qanaqa, ya'ni Germaniya qanaqa ekan degan. Ya'ni kelgandan keyin o'qish jarayoni qanday bo'ldi? Qanday kirish kerak? Masalan, O'zbekistondan chiqib ko'rmagan, Samarqandda yurgan bir maktab o'quvchisi endi butun boshli bir Germaniyaga kelib, bu yoqda bularga aralashib, ishlab, o'qib, bu o'qish ham masalan mana mexatroniklikka bo'lgani bilan faqatgina borib turib boyagi ustaxonada boshqada yurmaydi, kolleji bo'ladi, u yerda darslar bo'ladi. Xudo xolasa, Og'abek kelgandan keyin balki ko'rishib, balki onlayn formatda shunaqa yana bitta nasib albatta suhbat qilamiz. Kelgandan keyingi jarayonlar, joylashgani,
bir dunyo hujjatbozlik bor hali. Mana shular haqida Xudo xolasa Og'abek bilan yana bitta suhbat qilamiz. Shularga endi ruhan tayyorlanib turibman. Endi Ha, ko'pchilik nolib aytadi, Auslanni Behurdi bürokratsiyasi juda sekin ishlaydigan narsa deb. Qisman shundayda endi. Yo'q, bu endi bir bo'lib oladi-da. Mana kelgan paytingizda hozir siz masalan vizangiz muddati qancha vaqtga urib bergan pasportda? Vizani dastlab 1 yilga urib bergan, hammaga boshida 1 yilga urib bersa kerak. Ha, yo'q, yaxshi. Yo'q, masalan har xil. Menda 3 oy bo'lgan. 3 oyga urib bergan. Ya'ni o'sha pasportda nakleyka ko'rinishda vizani tugashiga o'zi bitta Auslanderga Behurdiga borib turib, uni boyagi ID kartaga Aufenthaltstitel almashtirasiz. O'sha paytda ozgina bir tam termin kutish, hujjat topshirish bo'lib ozgina byurokratiya bo'lib oladi. Keyin u yoq Xudo xolasa bitta olgandan keyin o'sha paytda уже mana 1 yil o'tib, 2 yilga birdan beradi. Bo'ldi, qaytib Ausbildung bitguncha bormaysiz Auslander Behurdiga. Shunaqa bo'ladi. Yaxshi, Xudo xolasa zo'r, malades. Men xursandman mana shunaqa yoshlar borligidan. Chunki ba'zan bo'ladi endi albatta oramizda hali endi bu narsaga qiziqayotgan, Germaniyaga qiziqayotgan, umuman harakat qilmay, qiziqmay, boshqa qilmay, to'g'ri konsaltingga olib pul berishadi, boshqa qilishadi. Lekin orada mana shunaqa mana o'rganayotgan, harakat qilayotgan yoshlar borligidan men xursandman va buni kim ko'rib turgan bo'lsa, ko'rayotganlar. Bu maqsadi nima o'zi bu suhbatni? Maqsadi mana oddiy bola, miya ikkita emas. Nimadir bir alohida narsasi yo'q, ko'nikma yo'q. Ko'z to'rtta mana oddiy bola hech qanaqa konsaltingsiz, hech qanaqa kimnidir yordamisiz, so'ramagan shunchaki saytlar sun'iy intellekt bor ma'lumotlardan yig'ib, tasavvur qilinglar, noldan Ausbildungni topib, unga hujjat tayyorlab, unga hujjat topshirib, 2 marta suhbatdan o'tib, vizaga ham olib borib hujjatini topshirib, mana viza olibdi. Bu juda ham zo'r narsa. Shu narsani miyalarga tushuntiringlar. Ko'pchilik iloji yo'q, ana ketolmayapti, u bo'lmayapti. Yo'q, bor iloji mana. Kimdir eplayapti. Shunchaki qat'iyat, xato qilgan joyini o'rganish, yetmayotgan joyini yetkazish, qayta urinib ko'rish. Boyaga alohida so'raganim ham shu joyda aytib ketay, necha marta, nechta joyga hujjat topshirdingiz deb Og'abekdan so'radim-ku, buni nimaga so'radim? Albatta O'zbekistondan turib Germaniyaga Ausbildungga topshirgani uchun bu sizni qabul qilishlar sal qiyin bo'ladi. O'sha imkoniyatingizni oshirish uchun ko'p topshirish kerak. Og'abek hali ham 100 ta 150 ta topshiribdi, ularda 400 ta 500 topshiradi, lekin topshirganda ham shunchaki to'pla topshirib tashlash emas. Hujjatlarni sifatli topshirishga e'tibor beringlar. Nimaga ko'p topshirish kerak? Boyagi ehtimollik oshadi. Bittasi bo'lmasa, boshqasi sizni olishga bir imkoniyat berishi mumkin. Bu Germaniyada ish qidirish, Ausbildung joy qidirish xuddi bir dart o'yini bor bilsanglar, bunday dumaloq bo'ladi, nayza otasan qo'lda. Markazga tekkizishing kerak. Umuman umringda tasavvur qilinglar, mana o'ynab ko'rmagansiz, nayza otib ko'rmagansiz. Uni markazga tekkiza olmaysiz bitta otganda. 10 ta otganda ham tekkiza olmaysiz, 100 ta ham tekkizmaysiz, lekin 200 ta 300 ta otsangiz bittasi bo'lsa ham adashib markaziga tegadi. Iloji yo'q. Hech bo'lmasa to'lib ketganida atrofi. O'sha bitta o'rta ochiq qoladi, o'shanga borib tegadi. O'sha ish topish, Ausbildung topish ham xuddi shunga o'xshagan jarayon. Og'abek, kattakon rahmat vaqtingiz uchun, suhbat uchun. Yana mana shu sizga o'xshab Germaniyaga kelmoqchi bo'layotgan, Germaniyaga qiziqib yurgan, Ausbildung qilaman, ishlayman deganlar uchun bir maslahatingiz, bir fikrlaringiz bo'lsa marhamat, bemalol. Assalomu alaykum. Avvalambor yana bir bor akalar, ukalar. Akalar, Ausbildungga o'sha topshirayotganda nima soha bo'lmasin, albatta qat'iyat bo'lsin sizda. Motivatsiyalarni yashirib qo'ying, u o'tkinchi narsalar bo'ladi. 3 kun qiziqasiz, 4 kun ishtiyoq, ertasi kuni hech nima yo'q. O'zingiz ham bilasiz buni, juda ham yaxshi bilasiz. Chunki o'zingizga qattiq bo'ling. Rostdan ham qattiq bo'ling, mas'uliyatni oling, uydagilarning bosimi kerak albatta. Bosim bo'lmasa, atrofdagilarni o'sha sizda siquvi bo'lmasa, sizdagi mas'uliyat mana bu o't nafrat shakllanmaydi. Mana shu disiplinani yaratishga yordam beradi. Mana shu irodani shakllantirishga yordam beradi. Endi qarang,
u kuni Sardor aka hamisha tayyorlab keladilar o'sha konsalting sizlarni ketmasligingizdan daromad qiladi. $1,700 o'sha $1,500 $2,000 yoningizda qolgani yaxshi emasmi? O'zingiz shu narsaga erishib, odamlar qilgan ishni odam qila oladi. Hamma odam qo'lidan kelgan ishni odam qila oladi urinsa. Yaxshi niyat, to'g'ri niyat va bor fokusni qaratib, o'sha sababini, harakatini to'g'ri qilish. O'sha €1,500 ni yoki konsaltingga ajratmoqchi bo'lgan pulingizni biletingizga, kiyim-kechagingizga, boshqa mayda xarajatlaringizga sarflasangiz, o'zingiz qanday yengil tortasiz. Mana shuni o'zi bir katta yutuq emasmi? Uydagilarning ko'zida ham bir hech kimga muttahamligi yo'qdek, qarindosh urug'da bir zver bo'lib ketasiz. Chunki konsaltingga to'la o'qimagansiz. Hamma narsangizni o'zingiz hal qildingiz, o'zingiz boshqardingiz. Ishonmaganlar bo'ladi albatta. Misol yomon nazar bilan qaraydigan, qayerda ketadi, bu ketadimi degan gaplar. Prosta ularga tupurib qo'ying. Shuni yig'ishtirib boring, hamma narsani o'zing kontaktlarida qarindosh gruppalar yo'q, chiqib keting hammasidan. Butunlay boshqa planeta bo'ling. O'zingiz bilan o'zingiz yolg'iz qoling. O'zingiz bilan o'zingiz gaplashing. O'zingizni qaytadan buzib, qaytadan yig'ing. Boshqa shaxsiyat yig'ing. O'zingizga alohida bir alter ego deydi buni. O'zini ikkinchi shaxsiyatini yaratib olish. Misol uchun harakatga undovchi, fokusga qarovchi, maqsadga jamlovchi. Mana shu narsani, ko'nikmalarni shakllantira olsangiz, albatta uddalaysiz. Bu qiyin emas. Muhimi, albatta Allohdan ham so'rash muhim, istig'for aytib, ibodatni qilib, sababini qilib. Chunki sababni ming yetarli qilsangiz ham bo'lmay qolgan holatlar qancha? Atrofga qarang, o'xshamagan holatlari qancha? Selesda ham o'zingiz bilasiz, mana guvohi bo'lgansizlar, misol ayrimlaringiz pasportini ochgan vaqtida qizil urilganlari bor. Qo'ldan kelganini qilgan, misol uchun ular ham hammasini. Hamma narsa baribir nasibangizdan, peshonadan, Xudodan. Omadinglarni bersin deyman. Endi suhbat davomida ham o'zingizlar eshitib guvoh bo'ldinglar. Nimadir olsanglar, avvalo men xursand, Sardor aka xursand. Harakatni bosish kerak. Odam qilgan ishni odam uddalaydi. Shunday. Rahmat kattakon Og'abek, vaqtingiz uchun, suhbat uchun. Akalar, ukalar, mana eshitdinglar. Bular aytib bergan paytda, bu bo'lib o'tgan hamma narsa aytib bergan paytda osongina bo'lgani bilan bunga iroda, chidam kerak. Sabr qilib harakat qilinglar. Xudo xolasa hammasi bo'ladi. Albatta kanalga obuna bo'lishni, kommentariyada savollar bo'lsa bemalol qoldirishni unutmanglar. Bundan tashqari videoni ostida Telegram va Instagram sahifamga linklar bo'ladi. O'tib u yoqqa ham obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa, u yoqda har kuni sveji tez kontentlar chiqib turadi. Og'abek, sog' bo'ling. Rahmat hammaga, vaqtingiz uchun rahmat aytaman. Taklifingizz uchun katta rahmat sizga.